Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari ayni paytda Facebook stream va va'da qilingan mehmonlar siz bilan suhbatlashishga hozir nozir. O'zbek kinosida o'ziga xos iste'dodi bilan tanilgan aktrisa 20 dan ortiq, balkim 30 ga yaqin filmlar orqali xalq qalbidan joy olgan aktrisa Sevaraxon Soliyeva hamda ularning yonida demak komik rollari bilan yuzlab, minglab, balkim 10 minglab demak kino muxlislarini orttirishga ulgurgan aktyor demak Asqar Hikmatov. Rahmat. Bemalol salomlashishlar mumkin. Biz demak Facebook orqali butun dunyodagi vatandoshlar bilan ayni paytda suhbat quramiz. Marhamat, Sevaraxon. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Albatta sizlar bilan suhbatlashayotganimizdan xursandmiz juda ham. Rahmat Jasurga shu ko'rsatuv va suhbatga taklif qilganingiz uchun. Xudo xolisa o'ylaymanki suhbatimiz zo'r o'tadi. Mana shunday. Hammaga salom deb qolamiz. Mana Sevaraxonning gaplariga qo'shilaman. Juda ham sizlar bilan mana shunaqa kunda, mana shunaqangi soatlarda uchrashib turganimizdan, suhbatimizdan juda ham mamnunmiz. Sevaraxon odatda mana shunday paytda nima bilan mashg'ul bo'lasiz xonadoningizda? Sevaraxon. Sevaraxonda tushunadilar Asqar aka. Nimaga uyqu? Yo'q, chunki shu vaqtda bolam uxlaydi. Shu uchun ular bolamni uxlatib birga yotamiz, keyin o'zim sekin uxlab qolaman. Sevaraxon ajoyib aktrisa bo'lish bilan birga mehribon ona. Rahmat. Mehribon xotin. Ayol juda Asqar buni kuzatib shunday fikr keldingizmi? Bularni albatta. shaxsiy hayotiga qay darajada qiziqasiz? Shaxsiy hayotiga yoki turmush o'rtoqlari do'stingizdir balki. Turmush o'rtog'im Ma'murjon bizani o'rtog'imiz, do'stimiz, shuning uchun Sevarani deyarli har bir tashlayotgan qadamidan biz voq bo'lib turamiz. Suhbatimizning real uchrashuv manzili ayni paytda Tashkent Palace mehmonxonasi va sizlar mana bemalol latteni ichishingiz mumkin va ajoyib shirinlikni tatib ko'rishingiz mumkin va baho berasizlar shu asnoda. Demak, ayni paytda bizga yo'llanayotgan fikrlar bilan o'rtoqlashamiz. Allaqachon ancha muxlislar kirishga ulgurdi. Nurlan Karimov salom yo'llamoqda sizlarga, Boy Mirza salom yo'llamoqda. Turkiyadan Akmal Mo'minov salom yo'llamoqda, yana Safina salom yo'lladi. Ijodlaringizga baxt va omad tilamoqda. Salom demoqda Zaynulloh Sharifi. Eler Xudoy nazari. Hello, how are you guys demoqda. Sizlarga qandaysizlar? Qandaysizlar degan. Nimaga til o'rganmagansiz Asqar? Balkim kelajakda asqotadi. Balkim Gollivudda ko'rishimiz mumkin. Bu mana shu savol juda yaxshi bo'ldi. Nimaga til o'rgan? Bu meni xatoyim. Tan olaman, bu meni chisi o'zimning xatoyim va shu kunlarda birinchi navbatda o'sha ruschani juda to'laqonli o'rganishga harakat qilib yuribman va buni uddasidan chiqishga harakat qilib yuribman va bundan keyin o'sha ingliz tili yoki fransuz tili keyin boshqa tillarga o'tamiz xudo xolasa. Lekin hozircha xudo xolasa, demak aniq vaqtini o'zingiz ham bilmaysiz. Albatta. Tushunarli. Yaxshi va nasib degan so'zlar bor deydik. Assalomu alaykum demoqda Maftun Anvarovna. Assalomu alaykum, xayr kech va hammaga salom dedi Azizbek Ermatov. Salom bizning sevimli aktyor va aktrisamiz demoqda Gulnoza. Avvalambor assalomu alaykum, qanday Jasur aka, o'zbek san'atining eng komik aktyor va aktrisasi demoqda Orifxon Barakayev. Malayziyadan Isom Nig'matov salom yo'llamoqda. Malayziyada bo'lganmisizlar? Yo'q. Umuman sayohat qilish yoqadimi? Kimga yoqmaydi? Lekin ayrim yoqmaydigan insonlarni ham bilaman. Yo'q, mashlab yursam bo'ladi, u bu degan fikrni eshitaman. Yo'q. Qay darajada yaxshi ko'rasiz va uni real, mana o'sha orzularingizni reallikka aylantira oldingizmi? Aylantirish niyatidamiz, xudo xolasa. Birinchi qaysi joydan boshlaysiz, birinchi manzil? Endi bilmadim. Endi qayoqqa borsa o'sha qayoqqa borsa deb boraveramiz. Tushunarli. Siz-chi? Asqar Ma'mur qayoqqa olib ketsa boraveramiz. Hamma do'stlar bilan. Tushunarli. Nyu-Yorkdan sizlarga Elyor Xudoynazar salom yo'llamoqda. Jafar Mo'minov, assalomu alaykum Jasurbek, ajoyib san'atkor qizlarimizdan Sevaraxonni qattiq professional sifatida hurmat qilaman demoqda. Rahmat. Mana kinoda o'rin topish uchun avvalambor nima qilish kerak deb o'ylaysiz? O'zbek kinosini nazarda tutyapman. Va siz bunga qay darajada erisha oldingiz? O'z o'rningizni topa oldingizmi? Endi men o'zi to'g'risini aytsam, shu sohani juda yaxshi ko'rganman va harakat qilganman astoydil. Kastinglarga rasm topshirganman o'zim borib.
Keyin shu astoydil bilasizmi, bari Xudodan deb o'ylayman. Bu kasbni yaxshi ko'rish kerak va avvalambor Xudodan astoydil so'rash kerak. Asqar siz? Men shunaqa deb o'ylayman. Shu avvalambor o'sha niyatni to'g'ri qilish kerak. Sevara aytgandek so'rash kerak. So'ragandan keyin so'rab turish kerak emas-da. Albatta juda katta mehnat kerak bo'ladi. Juda katta xohish, juda katta intilish kerak bo'ladi. Sevara bilan biz deyarli bir vaqtda o'qiganmiz institutda, san'at institutida. O'sha yerda o'zi ma'lum bo'ladi. Kelajakda kim o'z kasbiga loyiq yoki noloyiqligi. Chunki domlalar hammaga 40 ta talaba bo'ladimi, 100 ta talaba bo'ladimi, bir xil vazifa yoki bir xil narsani o'qitadi. Bilim, tarbiya beradi. Qabul qilish esa, o'qib olish esa u shaxsning o'ziga bog'liq. Sevara o'sha paytda ham o'zi ma'lum edi. Chunki geroinalarni o'ynaydi spektaklda. Qaysi spektakl? Oq ilon. Oq ilon degan spektaklda geroinani o'ynagan. Siz qora ilon. Tushunarli. Mayli, ba'zilarda kichkina sizlar bilan tahsil olgan talabalardan kimlar bugun tanilishga ulgurdi? Mana Mango guruhi. Mango guruhi. Tanilmadi. Yo'q, tanildi, lekin to'g'ri ijod to'xtaldi. Shunday ham. Nargiza Salmonova. Nargiza Salmonova. Yana Yigitali Mamajonov. Yigitali Mamajonov bor. Keyin Sherzod Bin. Sherzod Bin ham ijod sayt qoldi. Afsuski, shunaqa. Tushunarli. Berlindan Sohibjon salom yo'llamoqda. Yevropa tomonlariga o'tdik endi. Qani yana qaysi davlat? Istanbuldan alangali salom yo'llamoqda Naznaz. Salom. Koreyadan, menimcha Koreya bo'lsa kerak, Ko'ra bo'lib qopti. Marhabaxon salom yo'llamoqda. Assalomu alaykum Moskvadan demoqda Umidjon. Assalomu alaykum. Turkiyadan Erkin va Gulchehra sizlarga alohida salom yo'llamoqda. Koreyadan, demak Jumaboyeva salom yo'lladi. Yana salom. Juda ser salomda bizning vatandoshlarimiz. Yaxshi. O'shada bunaqa millati nima deydi? Tengi yo'q. Uchachishdi, to'g'ri. Tengi yo'q. Merhaba sizdan demak gördüğümden çok mutlu oldum demoqda Najibulloh Rahimiy. Tushunarsiz? Turk tilida ham konuşabilir misiniz? Yo'q. Azazmi? Yo'q. Bilmayman. Tushunarli. Muhayyo Hasanova salom. Asqar aka, o'g'il farzand muborak bo'lsa, umri bilan bergan bo'lsa, sir bo'lmasa, ismini kim deb qo'ydingiz demoqda. Haqiqatan men ham bilmasdim. Mana do'stlar ahvoli. Yo'q. Yaqinda tug'ildi. Ismini uydagilar bilan, o'sha kattalar bilan maslahatlashib Muhammad Amin deb qo'ydik. Xudo xolasa, katta yigit bo'lsin. Bizning baxtimizga. Va hozirdan ayta olasizmi, o'z yo'lingizdan ketishi mumkinmi yoki yo'l bergan bo'larmidingiz? Chunki juda ko'p ijodkorlar o'z yo'ldan ketishini istamaydi. Farzandlarini ketishini xohlagan bo'lardim agar o'shanga loyiq bo'lsa, haqiqatda o'sha qiziqishlarini ko'rsam va kelajakda o'sha nimagadir erishishini sezsam, balkim o'sha yo'limga ketishini xohlagan bo'lardim. Menimcha vaqtida gapirishimizga hali erta. Chunki bolangiz hali chaqaloq. Hozircha pampersga pul ishlab topishingiz kerak. Papi va Saboqa Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda. Yana qarang, butun dunyodan, Sankt-Peterburgdan Abrorbek Azam salom yo'llamoqda. Demak, Mirzo Yusuf Ahmedov salom hamkasblarim, qarindoshim, do'stlarim. Привет всем моим друзьям, коллегам. Demak, ishinglarga omad tilamoqda Nozimaxon, Moskvadan Lazizbek salom yo'lladi. Demak, Yevropadan Sevara Saliyeva, Jasur aka va Asqar akaga salom demoqda Qobul Asqarov. От имени всех поклонников от Таджикистана salom, удачи вам demoqda Mirzo Yusuf. Demak, Kamilova, ikkovingizning oilangizga ham baxt tilayman demoqda. Demak, sog'-omon bo'ling dedi Nik Muhammad Kanagli. Menimcha bular boshqa. Menimcha Afg'oniston tomonidan yozishmoqda. Sevara Soliyeva juda iste'dodli aktrisa va soddagina o'zbek qizi. Doim shunaqa samimiy bo'lib qoling demoqda Madina Rizayeva. Muhammad To'xtasinov, assalomu alaykum, sevimli aktrisamiz, Dilnoza Kubayevga o'xshaydilar. Tojikistonlik muxlislardan nimaga zurriyotining davomi chiqmadi? U zurriyot birinchi fasli tugadi, 20 qismdan iborat. Xudo xolasa uni ikkinchi fasli olinadi. Shu uchun davom bor. Xavotir olmang. Demak, bu serial. Bu serial. Xudo xolasa ikkinchi fasli olinadi, lekin ikkinchi faslida men bilishimcha o'tda biz o'ynamaymiz. O'tda boshqalar. Sevaraxon, qaysi film sizni
iste'dodingizni xalqqa yaqinlashtira oldi. Endi to'liq ko'rsata olmayman, chunki biz sizni iste'dodingizni hali uzoq yillar davomida ochib boramiz, yangi qirralarni kashf etamiz deyman. Shu ma'noda qaysi film sizni xalqqa yaqin chehrangizni tanishtira oldi? Endi bilasizmi, mana shu paytgacha haligacha aynan Poyma-poy filmini haligacha eslashadi. Ko'pchilik aynan shu yuzi kuygan qizda deyshadi. Keyin ha deb javob beraman. Haligacha aynan shu kinoni eslashadi. Shuning uchun o'ylaymanki, aynan shu kinoim xalqqa yaqin deb o'ylayman. Irim-sirimlarga ishonasizmi? Uncha emas. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, ayrim aktrisalar qo'rqar ekan, o'sha filmdagi qaysidir demak obrazini hayoti o'zini real hayotda takrorlanib qolishidan. Shu ma'noda mana yuzi kuygan qiz deb tanishar ekan ko'pchilik. Qo'rqmaysizmi shunaqa? Yo'q, men qo'rqmayman. O'ylaymanki, unaqa narsalarni yurakka olish kerak emas. Faqat rol paytida, rol ijro etayotganda albatta astoydil o'ynash kerak, lekin rol ijro etib bo'lganingizdan keyin u narsalarni yaqin olish kerak emas. Tushunarli. Salom yo'llamoqda Samad, Lazizbek Ubaydullayev Sevara Soliyevani mashhur qilgan filmi va Dilnoza Kubayeva bilan munosabatlari. Lazizbek so'ramoqda. Savol, javob bering. Endi shu Poyma-poy aytganimdek, Dilnoza opa bilan yaxshi muomaladamiz. Lekin unaqa har kun telefonlashib, hol-ahvol so'rashmaymiz, lekin ko'rishganda salomlashib yuramiz. Siz uchun yovvoyi tabiatga ega bo'lgan hamkasbingiz ham bormi? Masalan, gaplashgingiz keladi, suhbatlashgingiz keladi, lekin o'zini olib qochadi. Yovvoyi, odamovi desak to'g'ri bo'ladimi? Erim. Yo'q, erim bilan masofaga gaplashaman. Hazillashmayman. Ayol hamkasblaringizda. Xayolimda borga o'xshaydi. Xayolingizda. Balki menga shunaqa tuyular. Balki ular unaqa emasdir, lekin shunaqa bor deb o'ylayman. Sevara Soliyevada nima borki, u boshqa aktrisalarda yo'q? Voy. Endi men o'zimni unaqa o'ziga xosligingizni sezasizmi? Nimani? O'ziga xosligingizni. Bilmadim. Bilmayman, endi unaqa narsa. Asqar? Yo'q. Sizchi? Sevara. Siz meni aytmaysiz. Sevarani istarasi bor. Agar Sevara haqida gapirsak. Yaxshi fikr. Sevarani istarasi bor. Shuning uchun ham tomoshabin uni sevib qoladi, yaxshi ko'rib qoladi, obrazlarini yoqtirib. Keling, endi shu savol, demak, sizdagi o'ziga xoslikni men Sevaradan so'rayman. Sevara, Asqarda qaysi xislat borki, u boshqa hamkasblarda yo'q? Ularni ko'rinishlari ularni ko'rinishlari ana hozir samimiy, chiroyli. Ko'proq. Yo'q, bu gap ma'lum etmadi. Yo'q, ular bilasizmi? Chet el aktyorlariga o'xshataman, to'g'risi. Juda ham no'xshatish. Lekin yomon haqiqatan. Bilasizmi? Qaysi ma'noda? Yo'q, shunaqa. Yo'q, bilasizmi? Bo'ladi mana boshqacha tipajdagi insonlar. Shunaqa insonlarga o'xshataman ularni. Mana misol uchun bizda ko'pincha bo'y uzun deyshadi-yu, o'sha aktyorlar yoqadi. Lekin men o'ylaymanki, ular o'zini komedik va boshqacha ko'rinishlari bilan qanaqadir mashhur bo'lganlar. Nima boricha demoqchisiz? Ha, boricha, qanaqa boshqacha deb o'ylayman. Jamshid To'ychiyev Amerika Qo'shma Shtatlaridan yozmoqda, ijodlaringizga omad, zo'r qo'noq inson ekansizlar demoqda. Toshkentdan Lazik Salmetov salom yo'llamoqda. Hikmatullo, Sevara Soliyeva va Asqar Hikmatov birgalikda rol ko'rsatib beringlar jonli ravishda demoqda. Menimcha bu qiyin emas sizlar uchun. Qiyin emas, lekin qaysi rol? Bizda hozir mana shu 4 yigit tashash ko'rsatadi. Vau, bu ham yaxshi g'oya. Qani kim qanaqa? Kelinglar, men sizlarga bir topshiriq berishga harakat qilaman. Qani? Boshlab. Asqarjon aka. Men siz lalchka bo'ling. Ha, yaxshi g'oya. Keling, chaqaloqingizni o'ynab bering. Muhammad Aminni o'ynab bersangiz, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Muhammad Aminni o'ynab bera olmayman. Uning uchun pampers kerak bo'ladi. Uni katta pampers topa olmaymiz hozir. Hozir buyurtma berish iloji yo'q. Hozir qilinladimi? O'zi 3 kun bo'lgan bo'lsa. Mayli, o'sha 3 kunlik chaqaloq. Voy, Muhammad Amin. Va tushunmaydi hali.
va unga siz shirinlik berishga ham harakat qilmang, Sadiva. Unga butochka bo'lsaymi? Yo'q, shunaqa o'sha bir haftalik chaqaloq shunaqa bo'lar ekanki, 4 kunlik 5 kun. Hamma gapiradi, voy uni gapiradi boshqa. U hech kimni tushunmaydi va hech kimga qaramaydi. Mana shu nima bo'lyapti? Hali endi chaqaloqda. Va u vaqti kelib ko'p narsani tushunadi. Siz chaqalog'ingizdan bir parchagina o'ynab bering. Men chaqalog'im. Voy, uzr. Hozir bizaniki 2 yosh. Xarakterni, to'g'risi. Mana misol uchun siz menga bir nima deydi? Nima deydi? Yo'q, mana shunaqa. Ismi qursin. Yo'q, nima demay bo'ladi. Voy Sultonbek qalaysan? Voy Sultonbek qalaysan? Yaxshi. Bu yog'iga ketdik shu bilan. Bek qarshi yozmoqda. Qoyil zo'r aktrisa omad tilayman dedi. Emin Agalerov assalomu alaykum Sankt-Peterburgdan demoqda. Mana o'rgatgan. Qaraslar eshitmayapti ham. Shuncha Hammaga salom. Yo'q, biz aytib berdik. Sizlar bemalol mana shirinliklardan tatib, yaxshi yoki tanqidiy yoki bilmadim yana qanaqa oldimizda kommentlar turibdi, bemalol o'qiymiz. Qiziqarli voqealardan gapirib beringlar demoqda Nozima. Qisqa lo'nda aytib bera olamiz? Voy, mana nima aytib beray? Esingizga tushsa aytasizlar. Sharafatxon salom yo'llamoqda sizlarga. Nuriddin Rahmonov Isroil davlatidan baxt, omad tilayman do'stlarim sizlarga. Sevara va xullas ikkisiga ham salom demoqda Isroil Janobatirov. Moskva shahridan alohida salom yo'llamoqda O'lmas Odilov. Polshadan alanganlik salomlar sizlarga. Asqarjon, adashingizdan salom sizlarga. Asqar akaga salom. Asqarjon. Olimjon, Olimxon aka so'ramoqda, er-xotinmi bular degan savol. Yo'q. Shuna ko'rinadi. Biza ko'p marotaba filmlarda o'ynaganmiz. Bittinsda o'qiganmiz. Bittinsda o'qiganmiz. Senga qanaqadir ham sir bo'lsa birgalikda nechta filmda suratga tushdinglar? Bitta. 2-1, 1-2. 2-1, 1-2. 2-1, 1-2. Keyin xudo yaxshi. 6-5. Yo'q, yana nimalar bor edi? Shumi? Ha. Yo'q, qarang-da, unaqa ko'p o'ynamagan ekanmiz o'zimda o'ylab qarasa, lekin tandemga kelganda ko'pchilik rejissyorlarimiz yoki o'sha muxlislarimiz Sevara Soliyeva bilan Asqar va o'sha birgalikda eslab qolishadi. Shaxsan men uchun sizlardan yaxshi juftlik chiqmaydi. Endi uzr, men o'zim fikrimni aytmoqchiman. Kinoda qay darajada qabul qiladi tomoshabin sizlarni? Juftlik sifatida. Juda yaxshi qabul qiladi. Masalan, Aziz Rajabov bilan juda mos tushgansiz, Sevara. Yoki yana qaysi aktyorlar bilan rollar ijro etgansiz? Men Ulug'bek Qodirov bilan o'ynaganman. Qaysi filmda? Ulug'bek Qodirov bilan Rashq degan kino, keyin yana bitta kinoda o'ynaganmiz, lekin u kino to'g'ri unchalik mashhur bo'lib ketmagan. O qaysi film edi? Nomini esimdan chiqdi. Qarang. Bo'pti, kino qachondan? Xotiram, yo'q, to'g'ri, xotiram ketdi. Xotira ketgan. Boshqa bolani bog'chadan olib kelib qo'yadigan odatga chiqadi. Bek qarshi yozmoqda. Sevaraxonni juda hurmat qilaman. Hozir aynan shu qizga o'xshagan qiz izlayapman. Menga o'zlarini tutishlari yoqadi. Agar sizga o'xshagan qiz topsam, albatta uylanaman. Qo'yavermasdan uylanib olaman deb yozibdilar. Qarang. To'g'ri qaror. Unaqa qiz topish uchun nima deb maslahat berasiz Bek qarshiga? O'zingizga o'xshagan orastali, iboli, yaxshi, soddadir. Endi men o'ylaymanki, bilmadim. Qiz bolani o'ziga bog'liq deb o'ylayman. Chunki baribir nima desam, yigitlarga qanaqa maslahat berasiz yaxshi qiz topish uchun? Hozirgi paytda bu juda muammo. Endi albatta yigitlarni o'zi ham bilsa kerak, kim qanaqa qizligini o'rgatmasam, o'rgatishim shart emas. Lekin men hammaga qizligi ham, bolaligi ham shu niyatim albatta o'zlariga mos, yaxshi juft halol topishsin. Endi nima maslahat bilmayman, Xudodan so'rash kerak deb o'ylayman. Siz nima deysiz, Hikmatov? Mana shu to'yim bo'lish arafasida, ya'ni uylanishim kerak, yoshim 28 ga kiryapti, uyligini qo'ymayapti, lekin qiz topish kerak. Xuddi shu savol juda ham bizning oilamizda, ayniqsa meni qiynagan va bir akam bilan maslahatlashganimda bitta yaxshi gapni o'rgatdilar va shunga amal qilishni boshladim. O'z-o'zidan to'yim bo'lib ketdi. Ya'ni u yaxshi gap nimaki, Xudodan so'rash kerak astoydil. Allohdan. Xudodan so'rash kerak astoydil.
va natijasi yaxshi bo'ladi. Orada o'sha natijada bizga atab qo'ygan yaxshi surprizi bo'ladi. Faqat uning uchun juda ham astoydil so'rash kerak. Endi so'raganda qanaqa so'rash kerak? To'g'ri yurib so'rash kerak. To'g'ri yurish qanaqa yurish siz uchun? Halol yurish. Halolligini nimada ko'rasiz? Halolligini o'zi etilgan, qilinishi mumkin bo'lgan ishlar bor, qilinishi mumkin bo'lmagan ishlar bor. Siz qay darajada halol yashayapman deb o'ylaysiz? Agar foiz hisobida aytsangiz. Agar foiz hisobida etadigan bo'lsam, menimcha bu haqida o'ylab ko'rmaganman, lekin yaxshi yashayotganimni, to'g'ri yurayotganimni har doim men ota-onamning duosidan sezib turaman. Keyin uydagilarni, haligi atrofdagilarni menga ko'rsatayotgan munosabatidan sezib turaman. Bugungi kunda erishib turgan natijamdan sezib turamanki, men demak to'g'ri yo'ldaman va bundan ham to'g'ri yurishim kerak. Asqarjon, rafiqangiz bilan qaysi xarakterlaringiz mos tushadi? Xo'p, qaysi xarakterimiz? Mehribonmiz. O'zgalarga va bir-biringizga. O'zgalarga ham, bir-birimizga ham ayniqsa mehribonmiz. Menimcha eng kerakligi ham o'sha oilada. Tushunarli. Menimcha bir donagina ekan, mayli, hech bo'lmasa bir dona bor ekan. O'sha joylar. Sevarani ijodiga omad demoqda Bobur Ernazar, yuksalishda davom eting degan tilak bildirdi. Saboxon yozmoqda. Sevara juda ham samimiy, oddiy va xushchaqchaq qizsiz. Ishlaringizga hamisha omad demoqda. Asqar aka, Real Madridmi yoki Atletikomi demoqda Abbos? Real Madrid, Atletico, O'zbekiston bo'ldi. Endi o'zlari nimani xohlayaptilar, o'sha. Tushunarli, o'lmas. Menimcha siz futbolga o qadar qiziqmaysiz. Yo'q, futbolga qiziqamiz. Ko'proq ko'rishdan ko'ra o'zim o'ynashni yaxshi ko'raman bolalar bilan. O'ynab turasizmi? Albatta. Kimlar bilan? Har hafta mahalladoshlar, sinfdoshlar, talabalar, kim? Do'stlar, teatrdagi do'stlar. Chunki men yosh tomoshabinlar teatrida 1,5 yildan beri ishlayapman. Yaqindagina kirdim o'zi, 1,5 yil bo'ldi va o'sha yerdagi bolalar bilan har juma yoki payshanba teatrdan so'ng kechqurun soat 8 da stadion gaplashib o'ynab turamiz. Asqar, topayotgan maoshingiz oilani tebratishga yetadimi? O'sha yosh tomoshabinlar teatridan. Albatta yetadi. Yo'q, qay ma'noda? Gap oylikda emas. Men o'tga oylik deb kirganim yo'q. Avvalambor men teatrni yaxshi ko'rganim uchun film syomkalar o'z yo'liga bo'lib turadi, lekin aktyor har doim balerinaga o'xshab charxlanib turish kerak. Faqat charxlanadigan joy bu teatr. Shuning uchun teatrga kirganman. Nimaga aynan yosh tomoshabinlar teatriga ishga kirdingiz? Sababi men bilan birga o'qigan kursdoshlarim o'sha yoqqa kirishganda, negadir o'sha yosh tomoshabinlar teatri meni o'ziga tortuvdi. Eng yaxshi ko'rgan o'rtoqlarim, sinfdoshlarim, kursdoshlarim o'sha yerda. Shuning uchun menimcha o'sha yoqqa borgim keldi shekilli. Hech qiziqib ko'rasizmi teatrga tomoshabinlar kelishi qay darajada bugun? Bugungi kundami? Yaxshi. Bizaniki yosh tomoshabinlar bo'lgani uchun har doim biz ikki mahallab spektakl o'ynaymiz. Har kuni zal to'ladi. Zal to'ladi. Sababiki avtobus borib o'sha yosh tomoshabinlarning avtobusi 2 ta 3 ta 4 ta avtobus bo'ladi, borib maktabdan olib keladi. Endi 1-sinf bor u yerda to 9-sinfgacha bo'lgan. Bizda ham bolalarga ertak spektakllar, ham kattalar uchun ayniqsa kollej va institut talabalari uchun ham yuragini ishlatadigan spektakllar bor. Bemalol. O'lmas Adilov yozmoqda, ikkalangizga ham gap yo'q, super degan tilak bildirdi. Salom bermoqda Abror Yakubov. Sevaraxon, sizga baxt tilayman, hamma go'zal bo'ling, yuring, siz chiroylisiz demoqda Nuriddin Rahmonov. Demak, Alisher Nizomiy yozmoqda. Assalomu alaykum, Jasur akamamiz sizga va yosh aktyorlarimizga Nyu-Yorkdan salomlarimni yo'llayman. Ularga savolim quyidagicha: ikkalalarini aktyorlik sohasini tanlashga bab yoki turtki bo'lgan demoqda. Nima sabab bu? Men o'zi to'g'risi qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'lgandim. Qarang-a. Lekin qanaqadir ham men agar astoydil bir nima xohlasam harakat qilaman-da, lekin qanaqadir ham shu yo'lim yopilgandi. Har doim harakat qilsam o'xshamasdi ko'pincha. Keyin
mana shu yaqin kunlarda men juda xursand bo'ldimki, aynan aktrisa bo'lganimdan. Nimaga? Qiziq. Chunki endi men o'zim hozir endi shuni chunki men aytdimki, yaxshiyamki bo'ldim va Xudoga shukr deyman. Endi uni nimagaligini aytolmayman. Chunki hammam to'g'ri tushunmaydi deb o'ylayman. Uni misol uchun sizga alohida aytishim mumkin. Lekin hozir gapirsam u sal noto'g'ri tushunishligi mumkin o'shaga. Gapirmay qo'ya qoling. Ibo hayo borasida gapirmoqchimisiz? Yo'q, masalan, bugun ko'p san'atkorlar, ayol san'atkorlar ayniqsa sharm hayoni unutib qo'ydi-da. Uni juda ham agar qo'pol qilib aytganda narxini arzonlashtirdi. Bozorga chiqish darajasida. Shu ma'noda kelib chiqadigan bo'lsak, bugun nimalardir cho'chitadimi mana shu san'atkorlarning hayotidagi bo'layotgan voqealar? Endi albatta yoki ularga loqayd qaraysizmi? Yo'q, qarayman. Albatta ularga bir tomondan rahmim ham keladi ozgina, chunki bir tomondan tashakkur ham yetadi, sababiki yo'q, tashakkur etmayman, rahmim ham keladi. O'shani qilmaslikka harakat qiladi. Ha, to'g'ri. O'shanga harakat odam qilmaydi, qanaqadir odam qo'rqadi, keyin ularga ham rahmim keladi, chunki ularni ham gapirib tashishadi, lekin balki ularni vaziyati shunaqadir, balki shunaqa bo'lib qolgandir. Endi balki dunyo qarashi shunaqadir. Bu tushunishmi, achinishmi, nima hozir gapirayotgan gaplaringiz? Achinish ham bor, tushunish ham bor, achinish ham bor. Endi bilasizmi, hech qachon insonni bu unaqa ekan, mana shunaqa ekan deyish kerak emas, как обсуждение demoqchiman. Chunki muhokama qilmasa unda natijaga erisha olmaymiz-ku. Chunki muhokama qilib biz fikr yurita boshlaymiz aslida. To'g'ri. Lekin ularning hayoti, ularni balki hayot shunaqa bo'lib qolgandir deb o'ylayman bir xillarda. Balki ular majbur bo'lgandir. O'shanga qanaqadir ham ularni ham tushunish. Nima deb o'ylaysiz? Majburiyat bu hamma narsani qilish kerak deganimi? Nimani? Majburiyat bu hamma narsani qilish kerak yoki bo'lmasa chegaralarni oshib o'tish kerak, chegaralarni buzish kerak deganimi? Yo'q, endi bilasizmi, tarbiyadan kelib chiqqan holda qilish kerak. Ja oshirib borisham mumkin emas. Yo'q, agar boshidanoq to'g'ri qadam tashlanganda edi, bunaqa majbur bo'lib qolinmasdi. Agar adashmasam shunaqa. Va davom ettiramiz fikrimizda, nimaga san'atkor bo'lmadingiz? Endi bilasizmi, men endi xo'jayinimga aytaman, mana shunaqa ekan, shunaqa ekan, lekin meniga aytadilar, unaqa fikrini aytmagin deydi. Nimaga aytsam, endi hamma har xil deydi. Xo'jayiningiz qo'shiqchi. Ha. Va uni siz har doim to'g'ri tushunib kelasizmi? Yo'q, men chunki atrofida go'zal qizlar ko'p, baribir muxlisalar yoki bo'lmasam baribir rashk hissi er-xotinda albatta bo'ladi, istasa istamasa. O'zi chiroyli bo'ladi. Bu genimizga yozilgan tuyg'u deb o'ylayman. Xo'sh. Men shu sohani aytdim, yaxshi ko'rganim uchun tushunganman. Xo'jayinim aytgan mayli, bemalol tushunganman, lekin shu oxirgi kunlarda men aytdim, qo'shiqchilikdan yaxshi bo'lmagan ekanman. Keyin xo'jayinimga oxirgi marta aytdim, bo'ldi, qo'shiq aytmaydi. Ular bo'l jinnimisan deb qoldilar. Qatdan unaqa fikr kelib qoldi. Yo'q, qo'shiqchi bo'lish kerak emas ekan. U qo'shiq kuylash noto'g'ri ekan, mumkin emas ekan dedim-da. Nimaga unaqa deb hayron qoldilar. Yo'q, mayli, aytmang qo'shiq dedim. Qo'shiq aytmasangiz men sizni ko'proq yaxshi ko'raman dedim. Shunday turmush o'rtangiz qabul qildi yo yo'q? Yo'q. Qabul qilmadilar. Qilgandirlar, qaysidir ma'noda o'zlariga как belgi sifatida olgandirlar, lekin to'xtatdilar degani emas-da. Tushunadi. Demak, eslashimcha turmush o'rtog'ingiz avval bayon guruhida qo'shiq aytgan. U ketib to'g'ri qildimi? Nima deb o'ylaysiz? Yakka kuylab. Yo'q, ular endi bilasizmi, ketmagandilar. Guruh bor edi, lekin kelishmovchiliklar to'g'ri kelib qoldi. Kelishmovchiliklar. Kim bilan? Umuman prodyuserlar bilan adashmasam. Shunaqa bo'lib qoldi. Keyin sheriklari majbur bo'ldilar boshqa guruhga o'tishga. Keyin lekin bayon guruhi bor, ular boshqa sherik topganlar. Lekin hali klip chiqarmadi. Tushunali, eslatib o'taman, bizning real uchrashuv manzilimiz Toshkent Palace mehmonxonasi va demak suratga olish ijodiy guruhimiz esa Panorama View studiyasi. Qalay ekan Shirinlik? Shirinlikning nomi nima? Nomini endi xodimlardan so'rash kerak. Xodimlardan so'raymiz, lekin albatta cheesecake? Da, cheesecake-mi? Aytdim, nimaga masalaydi? Azlar kelayotgan 3-ovoz bilan ham hali tanishtiraman. Kutilmagan mehmonimiz ham hozir. Men o'ylayman, bu sizlarga ham surpriz, bizga ham surpriz bo'ladi. Shuning uchun bizdan uzoqlashmang. Bizning mehmonlarimiz O'zbek kinosida o'z o'rnini topayotgan yosh talantlar Sevara Soliyeva va Asqarjon Hikmatov. Hikmatov, hayotning asl hikmati nimada?
Nima deb o'ylaysiz? Hayotda asl hikmati Anglayapsizmi shu hikmatni? yo'q. Agar topa olgan bo'lsangiz. Yo'q, hozir siz nimani so'rayotganingizni to'g'risi tushuna olmay qoldim. Nimaga? Bilmasam, balkim bu savolga hali tayyor emas turman. Balkim hali tajribam tayyor emasdir. Men o'ylaymanki, agar hayot haqida kimdir agar menga savol beradigan bo'lsa, men mana shu bosib o'tgan 28 yillik yoki 29 yillik umrimni gapirib berishim mumkin. Hali uni qancha qiyinchiligi yo'q, qancha uni xursandchiligi, qancha uni muammochalari, shirin muammochalari qanaqaligini hali boshimdan o'tkazganim yo'q. Shuning uchun menimcha shaxsan menga shu savol berganingizda men anglash hikmati degan bo'lardim, chunki anglash orqali biz juda to'g'ri hayotning ma'no Mana endi bilib oldim. mahv eta boshlaymiz. Endi bu shaxsan mening fikrim edi. Sochidan Ahrorbek salom yo'llamoqda. Ijodlaringizga omad, Yevropa va Asqar aka qiziqarli voqealarni aytib beringlar demoqda. Sizlar yana o'ylab turasizlar. Biz davom etamiz chunki yozayotganlar juda ko'p. Chunki hali oldimizda Insta Live turibdi azizlar. Sevara va Asqar, sizlarning filmlaringizning hammasi menga yoqadi. Kelajakdagi ishlaringizga omad tilayman demoqda Mahmud. Oling deb qo'ymaysizmi Jasur aka demoqda Madina Rizayeva. Mana oling deb qo'yapmiz. Endi siz haqiqatdan olmasangiz mana muxlislaringiz xafa bo'lmoqda. Привет из Amerika demoqda Umidchik. Demak, Sevaraxon sizni ko'rganimdan juda xursandman. Asqarjon, sizni hali Abay ko'chada ko'rgandim aptekada demoqda Shahnoza Zulonova. Qochib qutula olmaysiz. Bu jonli efir. aptekada Sir bo'lmasa nimaga kirdingiz? Bolachalarga. O'sha Pampers muammosi yoki boshqa. Bolachalar kerak yo'q hozir, Farhod. Shunaqa. Bilaman. Xuddi o'sha Boshidan o'tgan tabib deydi-yu. O'sha. Sevara va Asqar, sizlarning do'stligingizga turmush o'rtoqlaringizning munosabati demoqda Lazizbek. O'zi turmush o'rtog'im bilan do'st juda yaqin. Men endi qo'shib turaman. O'shanga munosabatlari, endi biz unaqa do'st bo'lib, voy, har kuni Asqar aka biz ikkalamizgami munosabat juda ham yaxshi. Yaxshi. Rafiqangiz qay darajada taniydi Sevarani? U Sevarani hali biron marta ko'rishmadik. Tanishmaganmiz, do'stlikdan hol. Tanishishga hali ulgurishmadi, lekin ba'zilar g'oyibona biladi. Chunki men Sevara bilan o'ynagan filmlarimni ko'rgan yoki bu haqidagi voqealar yoki bir narsalarni gaplashamiz, Sevarani ko'p kinolar chiqib turadi. Qolgan aktrisalarga nisbatan Sevaradan rashk qilmaydi. Chunki bilmadim, Sevarani negadir yaxshi ko'radi. Rahmat. Tushunarli. Ma'mura meni yaxshi ko'radi. Sanjar Rahmonov salom yo'llamoqda. Muhammad To'xtasenov Manchak bular Gulsanam Mamazoyevdan ashaddiy muxlisi. Faqat shu savol. Gulsanam Mamazoyevaning qo'shig'ini tinglaysizmi va munosabatingiz deb so'ramoqda. Gulsanam Mamazoyev eshitasiz? Men ham bir eshitaman. Qaysi qo'shig'ini? Qaysi qo'shiq? Ana. Yo'q, aldama. Qaysi? Aldama meni. Tushunarli. Samimiy insonlar demoqda Shuhrat Ro'ziyev. Rahmat. Sizlar qay darajada aniqlab olasizlar? Samimiymi inson yoki ichi g'am-g'ussaga to'lam yoki g'ayrligi bormi? Tilidan. Men shunaqa deb o'ylayman, odam gap so'zdan suhbatlashdim. Suhbatdan qilayotgan ishidan, qaroridan pastupik deydimi? Endi unga vaqt kerak bo'ladi. Albatta, shuning uchun o'zi bir martada birish juda ham qiyin. Shuning uchun 2-3 marotaba, 3 marotaba, 4-5 marotaba. Ko'zlar aytib turmaydimi? Ko'zlar orqali sezish qobiliyatinglar yo'q. Bilasizmi, men odamda bor-da. Odam men ko'rsataman-da, oldin ko'rsatardim, shunaqa rasmlarni, keyin xo'jayinim ham ko'rsatgandim. Nima deganlar xo'jayingiz haqida? Aytganman. Endi u yer to'g'ri boshqa joylashishi mumkin. Lekin baribir ham men shundan qizman, shu agar kimdir seriozniy bo'lsa, agar отношение, men сразу seriozga olib, qanaqadir maslahatlashaman. Men hazilga qo'yib odamdan aytganman, "Ada shunaqa deganman." Keyin odam qarab, "Yaxshi bola" dedilar-da. Ana. Shunaqa dedilar, bilmayman. Keyin undan oldin ham sovchilik kelganda ham odam shu ko'rardilar yigitlarni, ko'zidan bilib olardilar, xarakterlar. Suratga qarab ko'zidan. Suratga, ko'zdan, odamdan bitta gaplashishdan bilardilar. Keyin yo'q, shunaqa dedilar, lekin xo'jayinimni ko'rib yaxshi bo'ladi deganlar deb bo'ldi. Va otaning aytgan hukmi u siz uchun qonun bo'ldi. Ha, menimcha Mumkin-da yaxshi. Baxtli bo'ling. Demak, sizchi sizni ko'zlar
Men ko'pincha aldanib qolaman. Misol uchun samimiy suhbatdosh deb o'ylaganim keyinchalik unaqa bo'lmasligi mumkin. Ko'pincha shunaqa chiqib qoladi. Lekin ko'pincha 50-50 ekan. Ko'pincha lekin to'g'ri tashxis qo'ya olaman. Asqar ilk rolingiz uchun qancha pul to'lashgan? İlk rolim uchun pul berilmagan. Sababi ustozim o'sha Jahongir Ahmedov bizani 2 yil o'qitganlar-da, keyin o'sha film olish uchun ishlari bilan bo'lib ketganlar. Keyin biz u yoqda 2 yil boshqa o'sha o'zimizning kuratorimizdan, Shoira Hamidova ustozimizdan dars olishni boshlaganmiz. O'shanda Jahongir akam kelganlar, bitta epizod beraman senga deb kelganlar va men juda ham xursand bo'lib, o'ynab berganman. Hayajon bilan birinchi marta katta ekranda Alisher Uzoqov bilan o'sha Tundan tonggacha filmida birinchi qismida banan uzatib oladigan joyimiz bor. Ana o'sha epizodda chiqqanman. Bu uchun albatta ustozdan pul so'rash yoki o'zim hali tayyor emasman kinoda aktyor sifatida ishlashga va bunga pul so'rash menimcha juda noto'g'ri. Sizchi Sevara bu holat qanaqa kechgan sizda? Birinchi rol. Men umuman pul so'ramaganman, chunki men faqat chiqsam bo'ldi. O'zi shunaqa bo'ladi, boshlanishda faqat chiqsam bo'ldi. Keyin gonorar belgilanadi, keyin gonorar oshiriladi. To'g'ri. Faqat gonorar bersa bo'ladi. Men rasman Chol va Nabira kinosi uchun, davlat kinosi bo'lganligi uchun menga pul berishgan. Albatta. O'shanda Davlat kinolari bor bo'lsa, oz bo'lsa-da uzatib turadi. Ha, uzatishgan. Juda barakali bo'lgan. O'shanda shu davlat kinosi menga pul bergan. Birinchi gonorarim shu bo'lgan. Sir bo'lmasa qancha edi? Kam. Mayli, nima xarid qilishga ulgurdingiz? 1 kilo go'shtdir, balkim Yo'q, men ota-onamga berganman. Yaxshi. Chunki nima qilishni bilmayman, kichkina bo'lganman, qanaqadir ular hal qilishga ularga bergan bo'ldi. Tushunarli. Jasur aka salomimni yetkazing demoqda Mahmud yetkazdik. Salom Jasurjon jigarim Isroil davlati. Baxtur salom. Ingliz darsida o'rtoqlarim ko'rishmoqda. Ingliz darsida o'rtoqlarim ko'rishmoqda. Ingliz tilida Brusselga salom yo'llang. Sizlarni juda ham hurmat qilaman demoqda Baxtur. Salom yo'llay olasizlarmi ingliz tilida? Mana hammaga salom. Brusselda sizlarni ingliz o'rtoqlari tomosha qilayotgan ekan Baxtur. Brusselga how are you? Hello. Good afternoon bo'ladimi o'sha yoki good night bo'ladimi? Good evening. Good evening. Gap. To'g'risi inglizchani endi o'rganamiz. Men o'rganmayman endi, xudo xohlasa. Endi o'rganasizlar va keyingi uchrashuvlarimizda albatta ingliz tilida ham bir-ikki suhbatlashib qo'yamiz. Bo'ldi. Salom Asqar aka, Koreyadan salom. Biza futbol o'ynayotgan edik. Sizlarni ko'rib to'xtab tomosha qilmoqdamiz. Yo'q, rahmat. Sevara Soliyeva sizni sevamiz demoqda Mustafa O'zbekiston. Mana qaranglar, hatto futbolni ham to'xtatib qo'ydik. Demak bu bizning stream bo'ladi. Bek qarshi Sevaraxon har xil profillarda har xil rasm va yomonroq gap so'zlar ko'rib qolaman. Sevaraxon unaqa xizmat ko'rinib turibdi. Shu narsalarni iloji boricha demoqda. O'tib ketdik. Biz yana qaytishimiz kerak. Chunki savol yozayotganlar juda ham ko'p. Biz hammasiga ulgurishimiz kerak aslan. Bo'ldi. O'zim o'tiribman. Tushunarli, unaqa xizmat ko'rinib turibdi. Shu narsalarni iloji boricha oldini olsangiz va o'zingizni, demak, official, ya'ni rasmiy saytlaringizni aytsangiz yaxshi bo'lardi. Bormi? Ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy sahifalaringiz bormi? Endi Instagram Sevara Soliyeva official actress o'sha. Official. Ha, official actress. Actress, okay. Bo'ldi, o'sha bor, faqat bo'ldi. Facebookda bor edim, keyin u hozir o'chib ketdi. Faqat hozircha Instagram. Tushunarli. Sizda bormi asqar? Instagram bo'ldi. Facebook yo'q. Biz ayni paytda Facebookdamiz azizlar. Facebook streamda ham shunaqa mana ilmga chanqoq, tafakkuri boy insonlarni ham aksariyati Facebook ijtimoiy tarmog'ida. To'g'risini aytsam, menga Facebook juda yoqdi. Men haqiqatan ham o'tirdim Facebookda, lekin noto'g'ri kodim noto'g'ri ketib qoldi, telefonim ko'rinib qoldi desh uchun o'chirtirishga majbur bo'ldim. Lekin haqiqatan ham Facebook menga ko'proq yoqdi. Keyingi safar urinib ko'rasiz. Bo'ldi, albatta. Yo'q, shu gapingizdan keyin ham urinaman, chunki o'zi sog'lom. Demak, o'z intuitsiyangizni sinab ko'ramiz. Sizlarga alangalik salom bitta shahardan yo'llandi. Olimxon Musaxonov tomonidan A variant. Demak, A variant Sidney, B variant New York, C variant Dubay, D variant
Rio de Janeiro. Qaysi biri? Demak, intuitsiyangizni sinab ko'ring, qaysi joydan sizlarga alangalik salom yo'llandi? Sanab o'tganlar. Dubay, Sidney, Rio de Janeiro, New York. New York. Demak, 4 tasidan bitta javob tanlaymiz. Sevaraxon intuitsiyangiz 1 2 3. Dubay. Sizdan? Nimagadir Dubay? Menda Dubay, sizda bir. New Yorkda menimcha. Sevaraga intuitsiyangizga tashakkur etsangiz bo'ladi. Yo'q. Yaxshi ishlar ekan. Dubaydan sizlarga alangalik salom. Deganimga chiqib qoldi, Yo'q, demak. men Dubay demoqchi edim. Keyin Sevara Dubay degani uchun boshqasini O'zi Dubay boshqacha eshitilib qoldi. Dubaymi dedim-ku shuncha. Fotiq Komilov bizlarga ta'rif berdi. Londondan salom. Izlanuvchan jurnalistga, chiroyli aktrisaga va talantli aktyorga. Rahmat aytamiz Fotiqga. Demak, keyingi tomonimiz Chin tomonlar. Xitoydan sizlarga jasur salom yo'llamoqda. Adalbekovich, marhaba Jumaboyeva, Jasur aka zo'r bo'lyapti suhbat. Rahmat, ijodingizga omad. Rahmat sizlarga. Demak, Eleonora Umarova, Sevara Soliyevaga savolim, oilangiz yana turmush o'rtog'ingiz bilan tushgan filmlaringiz ishonarli chiqmaganligi to'g'risidagi fikrlarga qanday qaraysiz? Xafa bo'lmayman, tushunaman. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimdir ishonadi, har xil vaziyat bo'ladi. O'ylaymanki, agar shunaqa tanqidlar bo'lsa, faqat o'zgartirish kerak, yanada yaxshiroq kinolarda rol ijro etish. Yana turmush o'rtog'ingiz bilan rol ijro etishingiz mumkinmi? Mumkin. Turmush o'rtog'ingizga qaysi rolingiz yoqadi? Hech qiziqib ko'rdingizmi? Yoqadi. Endi bilasizmi, men shu payt kamchiliklarni aytaman yoki yaxshi bo'lsa yaxshilayman. O'shanga men o'ylaymanki, bar ijodkorlar ham menga hech qachon zo'r demaydilar, har doim kamchilik. Men ham kamchilik. Biz ana bo'lishimiz uchun, yanada yaxshiroq bo'lishimiz uchun. Demak, bir-birlariga eng birinchi tanqidchisi. Tanqidchi. Eng birinchisi va eng qattiq. Shunaqa bo'larkan. Shunaqa. Tushunali. O'g'lim Muborak Asqarjon demoqda Baxtur. Nadmira Murodova, assalomu alaykum barchaga. Я очень уважаю ваше творчество. Оба хорошие актеры, актриса. Желаю всего самого наилучшего в творчестве demoqda. Demak, Madina Rizayeva, Sevara Saliyeva, Shahzoda Muhammedova, Asqar Hikmatov tanlov qaysi ekan? Ajoyib savol. Sevara Soliyeva yoki Shahzoda Muhammedova? Men o'tiribman. Amali. Yo'q. Qanaqa bo'ladi? O'zi yo'q. Haqiqatan ham qiyin savol bo'ladi. Qisqagina javob berib ketay. Nuqul menga aktrisa, menga partnyor tanlanganda qiynalishadi, sababiki meni bo'yim pastroq. Shu bo'yimga mosrog'ini tanlashadi. Keyin shuning uchun Sevara Soliyeva yoki Shahzoda Muhammedova. Qolganlar Zarinalar baland, Dilnoza ham balandlar. Belida qolib ketasiz. Shu ikkalovligim. Ikkalasiga ham gap yo'q. Sevara Soliyeva. Tushunarli. Sevara Marhaba Jumaboyeva, Sevara ushalmagan orzularingiz bormi deb so'ramoqda. Bor. Bor. O'ylaymanki, o'shalar xudo xolisa. Bor. Mening istagim esa ularning hech qachon armon bo'lib qolishiga yo'l qo'ymayman. Tilagim. Estrada shou o'zimizning yigitlaridan salom. Rahmat. Oliyjanob yigit demoqda Oybek Eshmetov sizni. Sevaraxon, nechta bolangiz bo'lishini istaysiz demoqda Nuriddin. O'zi men xohlardim 3 ta qiz, bitta o'g'il. Lekin birinchi farzand dunyoga keltirgandan keyin men o'ylab qoldim. O'zi bitta bolani katta qilish qiyin ekan, haqiqatan ham. Lekin bilasizmi, farzandli bo'lgandan keyin yana farzand ko'rish juda xohlayman. Va undan tashqari onangizning qadriga ko'proq yetyapsiz degan umiddaman. Chunki ona bo'lgandan keyin ayol kishi onasini ko'proq tushunadi deb o'ylayman. Sankt-Peterburgdan Горячий salom demoqda Omadbek. Demak, Inara, мы учились с Оскаром в параллельных группах в институте, очень талантливый актер, а Севара в параллельных классах в школе. Повезло знать их лично. Привет, ребята, вы умнички demoqda. Demak, Inara Ilgamovna. Да, esladim. Я тебя вспомнила. Да, я не вспомнила. Orifxon Barakayev, Sevara Soliyevaga salom. Qarang, sizning ismingizda shu qadar imloviy xatosi ko'p. Sevara Soliyeva. Не Soliyeva. Soliyeva.
Yashang Orifxon Barakayev, Adiz Rajabov, Ulug'bek Qodirov, Asqar Hikmatov shulardan qaysi birlari bilan sizga kinoda demak partnyor sifatida sizga yoqadi, yuqadi, mayli. Imloviy xatolar, azlar inobatga olamiz, to'g'rilashga harakat qilamiz partnyor sifatida. Kim? Ulug'bek. Adiz, Ulug'bek, Asqar. Lekin yaxshi savol. Uchalasidan ham rol ijro etgansiz. Uchalasidan ham juft bo'lgansiz. Jasur aka, uchalasi ham zo'r-ku bular, talantli. Uchalasi ham. Ayniqsa, qaysi biri? Ayniqsa siz. Yo, mayli. Yo, Asqar Hikmatov. Nimaga? Javob nimaga? Chunki bilmayman, qanaqa yaqinda-da bizga oilamizga. Yo'q, qolgan Adiz aka, Ulug'bek Qodirov juda ular obro'si baland, yaxshi aktyorlar. Lekin ular bilan ham hurmat qilaman Asqar Hikmatov. Tushunarli. Malayziyada Nozim Alimov salom yo'llamoqda. Baxtor Sevara ba'zi rollarda o'zingizni harakatlaringizni qo'shasizmi? O'zingizdan. Albatta. Masalan, qaysi biri? Endi bilasizmi, u unaqa aniq hozir islomiyman, lekin rol ijro etayotganimda ko'pincha o'zingizdan kelib chiqqan holatda qo'shasiz. O'zimdan kelib chiqsam, to'g'ri o'ynagan bo'laman-da. O'sha. Ha, lekin to'g'ri rejissyor menga aytsa, qanaqadir ham siqilib qolaman, do'dirab qolaman. O'zimni qo'yib yuborsam, o'zimdan qo'shib o'qisam, rejissyorga ko'proq yoqar ekan. Shu narsani ko'p sezdim o'shanga. Bek qarshi yozmoqda, aktrisalarning ayrimlari hozir live'larda chiqib olib, har xil yarashmagan ishlarni, gaplarni gapirib, o'zlariga qanaqadir minus keltirishmoqda. Shu narsaga fikrlaringiz qanaqa? Nega siz live'ga chiqmaysiz? Nima u live? Mana Hozir mana qotgan. To'g'risini aytsam, men chiqmoqchiman live'ga. Lekin men to'g'ri suhbatga keldim. Kino haqida gapirdik. Lekin sal vaqtim bo'lmagan paytlar bo'lyapti. Vaqtim bo'lmayapti. O'shanga chiqaman, xudo xolisa. Birinchi qonimiz. Mana hozir chiqdik. Birinchi Jasuraga boshlab berdingiz. Mana boshlab berdik. Eng muhimi yaxshi joydan boshladingiz, bu yoq yaxshi bo'ladi. Lazbek Ubaydullayev, Sevara sizga hech aytishganmi turmush o'rtog'ingizga o'xshashligingizni? Chunki juda ham o'xshaysiz. Ha, aytishgan. Какие они жизнерадостные, молодцы demoqda Nagmira Murodova. Yoqub Ahmedov yozmoqda. Assalomu alaykum, Asqar Sevaraga va Jasur aka sizlarga. Hurmatim cheksiz, bularga samimiy ijod ishlariga omad tilab bir qancha demak virtual demak belgilar yo'llamoqda. Rahmat. Mana shunaqa. Demak, salom Sochidan kelinglar dam olgani demoqda Aqron. O, kelamiz. Ma'mur olib borsa, xudo xolisa. Hammamiz. Orifxon Barakayev so'ramoqda. Sevaraxon, agarda turmush o'rtog'ingiz san'atni tashla desalar, qaysi yo'lni tanlaysiz? Tashlardim. Qo'yib. Chunki endi men bu aytdim, qo'shiqchilik haqida gapirdim-ku. Chunki oila baribir muhimroq deb o'ylayman. Uni kim bor, savol javob bor. O'shanga tashlardim. Baxtur yaxshi savol bermoqda. Bryussel teatrida 3 soat tinimsiz rol o'ynashdi. Ular sahnada turishdi. Kuchli xotira kerak bunga. Dostonlar yodlaganmisizlar? Xotirani qanday charxlaysizlar? Institut paytida yaxshi edim, to'g'risi. Baribir ham haqiqatan mana teatrda ishlasa aktyor, mana siz ishlayapsiz teatrda. Men ham hozir dekretdaman, lekin teatrda ishlaganman. Qaysi teatrda? O'zbek davlat drama teatri. Va sizni tomoshabin qabul qila oldimi? Keng omma. Endi bilasizmi, men endi kirganimda dekretga chiqib ketdim. Nechta rol o'ynashga ulgurdingiz? Bitta yaxshi rol o'ynadim. O'zim ham o'yladim qabul qilisharimki, lekin tomoshabinlar tanib qolishdi. Keyin men esimga tushdi, bitta qiz keldi. Aytdiki menga, bilasizmi, menga haqiqatan ham rolingiz juda yoqdi dedi. Men shu to'g'ri kinodan eshitamiz, lekin teatrdan eshitganim birinchi edi. U boshqacha bo'ldi qanaqadir ham. Shu qizni gapi haligacha esimda. Alish Navoiy yozmoqda. Salom, xayrli kech, ijodlaringizga rivoj. Shu aktrisamizga rahmat, juda samimiy, haqiqiy o'zbek ayoliga xos xislati. Faxrlansa arziydigan aktrisa, omad tilab qolaman. Har ikkalangizga ham rahmat. Hikmatov muborak bo'lsin dedi Botirov. Nodir Akramov ko'proq ma'naviy kitob o'qisa bo'lar ekan bu mehmonlarimiz demoqda. Nimagadir? Ana. Biz chunki noto'g'ri gapiramiz. Yo'q, biz noto'g'ri gapirmaymiz. Biz mana bunda o'tirib bunaqa suhbatlashishimiz kerak edi. Baxtiyor Sodiqov, sizlarga omad. Asqar, eshitishim bo'yicha siz Sirdaryodansiz. Men ham Gulistonning vokzal boshlig'iman. Keling, bir piyola choyim bor demoqda. Vokzalga borishingiz kerak. Men 1987-yil Toshkent shahrida 3-raddamda, yo'q, 2-raddamda tug'ilganman.
Yaxshilar Ha? To'g'riqondan adashtirib yubormadingiz. Asqarni tabriklab qo'ying, farzandi bo'lganidan juda ham xursandman demoqda Ibrohim Saidjabborov. Demak, salom sizlarga demoqda Hikmat Ibragimov, Qutfiddin Nabiyev. Salom из Екатеринбурга. Расскажите о своих ролях в новом фильме, пожалуйста. Заранее спасибо. Mana Qutfiddin endi mavzuga yaqinlashdik va ikkinchi qismga o'tamiz. Life of Streamimiz ikkinchi qismi asosiy qism bu demak Majruh 2 yoxud Mr. Amerika. Bilasizlar, bu filmni shaxsan jurnalist sifatida menga nomi manzur bo'ldi. Majruh 2 degan joy emas, Mr. Amerika. Mr. Amerika u nimani qoyil qilishi mumkin? Mr. Amerika u kim? Mr. Amerika umuman obrazini qaysi aktyor yarata olishi mumkin? Va uchinchi ovoz bizga boyadan beri qo'shilib turgan ovoz bor. Menimcha bu juda ko'pchilikka surpriz bo'ladi hozir. Keyin mana shu streamimizga biz taklif qilsak, Alisher Usmonov. Mana Mansurullah. Salom Alisher. Assalomu alaykum. Juda kamtarligingizdan borda mana qanchadan beri demak men bizning streamimizda hozir pardan orqasida degandek tomoshabinsiz, lekin juda ko'pchilik qo'shilib ketadi. Masalan, endi men bir san'atkor ayta olmayman, bir ayol san'atkor bir suhbatimizda qo'shilib ketgisi keldi. Uni istamadi meni suhbatdoshlarim. Yo'q, kerak emas deganlar men o'rtada qolib ketdim. U qo'shila boshladi, u kamerani unga qaratishimni istadi, mana yaqinda bo'lgan, endi bir oydan oshdi. Men juda g'alati holatga tushdim, lekin biz o'zimiz taklif qildik, kamtar aktyorsiz va buni qaysidir ma'noda hamkasblaringizdan tan olsa kerak. Nima deb o'ylaysiz? Asqar hamkasbingiz haqida. Gapingiz to'g'ri. Alisher aka kamtar aktyorlar, Alisher aka o'zlari endi yonida bo'lgani uchun yo'q, yonida emas. Men Alisher akadan qo'rqmasdan bemalol gapiraveraman. Shirinlikni oling. Alisher aka Alisher aka o'zlariga qay darajada baho bera oladigan insonlardan bittasi. Ya'ni kimlardirlar bor, o'zi hali qo'lidan kelmaydi-da, lekin men bunaqa qila olaman, men bunaqa qila olaman deb qilishga harakati oxir oqibat baribir qilaman. Lekin Alisher aka qo'lidan keladigan ishni qila olaman, qo'lidan kelmaydigan ishni qila olmayman deb aytadigan insonlardan bittasi. Tushunarli. Mana bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, demak Alisher Usmonov va Sevara Soliyeva ushbu filmda yangi juftlik tarzida namoyon bo'ladi. Bu birinchi marotaba demak juftlik tarzida ishlashinglar. Sevara Soliyevadagi qaysi jihatlarni o'z uchun kashf eta oldingiz mana shu ishlar davomida? Sevara Soliyeva bilan birinchi o'rinda tinchlik, xotirjamlik bo'ldi-da, boshqa payt endi hamisha o'ziga yarasha qiziq bo'lgan, lekin syomka jarayonida mana shu bizda rejissyor ham juda eng talabchan, kaprizli rejissyorlardan, mendan xarakterim og'ir, prodyuser ham shu bizda kanalda hamma shunaqa, plus agar aktrisamiz ham o'zimizdagi xarakterli inson bo'lsa, juda syomka jarayonida qiyin kechardi. Rolga kirgan payt uni настроенияsi bo'lmaydi, настроенияsi bo'lganini tushunmasdan qiynalardik. Sevara bilan xullas do'stlar ham shu Sevara bo'lgan payt tinchlik, xotirjamlikda, bez intriga, urush janjalsiz, qanaqadir men o'sha rejissyordan so'kish eshitgan paytim yoki ko'pchilikning ichida gap eshitgan paytim ham kulish emas, qanaqadir yordam, samimiyligi, o'sha xalq dalda bo'lmasa ekan, xalq bekorga hammaga diagnoz qo'ymas ekan. Bu aktrisa mana bunaqa, bu aktrisa bunaqa degan narsani gapirmas ekan. Sevara haqida samimiy degan narsani Sevarani tanimasdan oldin eshitganman. Mana o'sha xalq fikriga qo'shilaman, samimiy ekan, juda ham. Rahmat. Sevara, siz nima deysiz Alisher haqida? Endi bilasizmi, ular juda intiluvchan. Mana kino syomkada ham hammasini tartibga solib, hammani o'ylab, keyin qanaqadir ham rolga astoydil kirishga harakat qilganlar. Shu uchun o'ylaymanki, o'zlarining ishlariga shunchaki emas, ya'ni jonini berib ishlashga harakat qilganlar. Shu anulari yoqdi menga hislatlari. Hamda qila olmayman, o'yna olmayman yoki bir nima qila olmayman degan ishni shartda aytadilar. Bekitmaydilar, o'rganmasdan shart aytadilar. Qo'ldan kelgan narsani aytadilar. Rejissyorimiz gapingiz bo'ldi. Rejissyor shu Bahrom Yakubov rejissyorda hamma gap. Chunki qo'ldan kelmagan narsani qayerdadir kimgadir o'xshatib nimadir qilib
ana qo'pol qilib aytganda yedirib o'tib ketsa bo'ladi, lekin Bahrom Yoqupovga emas. O'shaning shu tarbiyani oldimmi, sevadi. Alisher, nimaga yana Bahrom Yoqubov bilan ishladingiz yangi filmda? Bahrom Yoqubovning nechta filmida suratga tushgansiz? 3 ta filmida suratga tushdim. Siz Rustam Sa'diyev bilan ishlashingiz mumkin edi, Ayub Shahobiddinov bilan ishlashingiz mumkin edi, yoki bo'lmasam Zulfiqor Musoqov bilan. Nimaga Bahrom Yoqubov yo'nalishi yoqadimi sizga? Men Bahrom Yoqupovni men qaysidir narsaga nimagadir qiziqsam, sohami, hobbimi yoki sportmi, oldin o'sha narsani birinchi izuchat qilishga harakat qilib o'rganaman-da rezultatga qarab. Ana o'sha natija menga yoqqan, ana ruslarda gap bor. Kumirin daqa obraz жизни o'shani ishi, o'shani yoki bir ishini mahsuloti yoqmasa u odam bilan ishlamaydigan narsa bor. Menga hozirgi kunda juda ham ma'qul kelgani hamma kinolarda yoki men o'sha Ulug'bek Qodirov havas qilgan aktyorim, Farruh Soyipov yoki mana havas qilgan aktrisam Zarina Nizomiddinova hammasini birinchi rolini ko'rganimda o'sha Ulug'bek Qodirovni ham, Fotima Zuhra Sarvinoz yoki o'sha Aziz Rajabovni ham birinchi bo'lmasa ham juda ham katta rolni ochgan super kelinchi yoki Zarina Nizomiddinova birinchi roli Romeo and Juliet bularni ko'rganimdan keyin Xudodan so'rab to'g'ri ishga borishga harakat qildim. Hozircha aslanganim yo'q. Xudoga shukr, нужно время, нужно месте. Shunaqa. Demak, sizga murojaat qilsak bo'ladi hozirda Mr. America. Mr. America. Xo'sh, endi kinoni demak ozgina boshida edik, endi ichkarilashamiz ozgina. Nima deb o'ylaysiz? Bugungi kun tomoshabini uchun Mr. America qay darajada kerak? Mr. America men hozir ortiqcha bu o'zi shunaqa euforiya paytdaman, chunki kinoni o'zi ko'rdim. Men bilan rejissyor ko'rgan xolos bu kinoni boshqadan hali ko'rmadim. O'sha jarayonda montaj yoki kompozitor kimdir ko'rgan bo'lsa ham, men hozir shunchalik euforiyadaman, hozir tinmasdan 1-2 soat maqtash mumkin. Chunki men o'sha yerda men o'ynaganligim uchun yoki mana shu komandani kinosiligi uchun emas. Buni hali xalq o'zi bilib turib, shu kinoni ko'rib, mayli o'zlab baho bersin. Mening fikrim bo'yicha bu mendan ham ko'ra Sevara Bahrom Yoqubov uchun yangi epoxa bo'ladi. Juda ham katta seriozli. Buni hali siz ham ko'rib, o'zingiz ham shu fikrga qaytasiz. Fikrim shu. Demak, shu qadar qat'iy fikr bildiryapsizki, demak, film prokatda ham. Chunki men hali demak, film prokatda odamlarga qo'yib berdim bu kinoni, men o'zim yaqinlarim mayli sirdoshim. Bu odamlar ana san'atkorga o'xshagan oshirib gapirish yoki peribor, emotsionalniy gapirib qo'shib, mubolag'alar unaqa narsa yo'q odamlar. Juda ham seryozni, har taraflama aqlli, xushli, o'qigan, mudri insonlar, o'shalar ko'rib, o'shalarning ko'ziga yosh kelganini ko'rdim. Men uchun o'sha ta'rif. Men odamlarda hayotda har bitta nafas olishini premyer olishga tayyorman. Shunchalik ishongan odamlarim o'shalarning ko'ziga yosh keldi. Chunki endi xudo xohlasa tomoshabin baho beradi. Xalq eng zo'r baho beradigan. Xalq tanlamaydi. U $100,000, $200,000, 1 milliard tikdik, Amerikadan aktyor olib keldik, Hindistondan aktrisa olib keldik bilan shilmaydi. Faqatgina xalq ko'rib baho bersin, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, ana o'sha haqiqiy xalqni ko'zda, qalb tanlab bo'lmasa kerak. Tushunarli. Hamkasbingizga murojaat qilaman. Asqar, nima deb o'ylaysiz? Alisher qay darajada kira oldi xalq qalbiga aktyor sifatida? Alisher aka hali ancha ishlashlari kerak. Ancha hali xalqqa mehrini qozonishlari kerak. Endi mana bu Mr. America, Majruh 2 yoxud Mr. America o'ylaymizki, ertalabdan odam yulduz bo'lib uyg'onadi deydi-ku, menimcha shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin bularga o'xshab ishonch bilan film haqida bir to'xtamga kelib gapira olmayman. Sababi o'zim har doim filmlarga ovoz berganimda o'zimni joylarimga beraman-da. Film yig'ilganini faqat premyeraga olib qo'yaman. Xudo xolasa premyerada juda ozliq qilib kutyapman mana shu filmni. Komandamizga, Alisherga, Sevaraga va menga qay darajada bu film mos tushgan va qay darajada tomoshabinga yoqadi. Albatta rejissyor qay darajada buni uddasidan chiqdilar. Buni endi premyerada bilamiz. Tushunarli. Alisher aka ozmi ko'pmi ozgina bo'lsa ham xalq e'tiborini qozongan aktyorlardan birilar. Lekin menimcha Majruh 2 dan keyin bu yanada ob'yomni kattalashishiga sabab
mana shu film bo'lsa kerak. Tushunarli. Demak, Alisher Usmonovga ham savollar yo'llanmoqda, kutilmagan mehmonga, lekin ungacha kelamiz va hozir sizlarga yo'llanayotgan savollarni tez-tez o'qib beraman. Ulgurishimiz kerak, tezlashamiz bu yo'lga. Borib, salom demoqda turkmen sizlarga. Hammanglarga omad tiladi Alixon Mahmudov. Sevara mashina haydashni bilasizmi demoqda Bek Qarshi. Yo'q, Qanaqa mashinada yurasiz? Endi xo'jayinda anaqa qiladilar, lekin menga ruxsat bermaydi. Tushunarli. Isroiljon Baterov Sevara kinolarida yaxshi o'ynaydi, Asqarbek ham yaxshi o'ynaydi, ikkisiga ham omad. Selam demoqda, lekin ular arab tilida ismlarni yozgan bilmaymiz o'qishni. Asif Sadat futbolga qiziqasizmi demoqda. Bular bizni Afg'onistondagi tomoshabinlarimizdan. Men yo'q. Qiziqamiz. Alisher Futbol. Futbolga men qiziqaman albatta. Tushunarli. Filidan, ya'ni Filadelfiyadan Sharofiddin salom yo'llamoqda. Filadelfiya juda yoqadi. Matluba Shakirova Moskvadan salom, ijodlaringizga omad rivoj tilayman demoqda. Akram Sharipov, Jasur aka va hammalaringizga salom yana demoqda. Rahmat Sharipov. Ravshanjon Karimov assalomu alaykum, Tojikistonning Tursunzoda shahridan. Alohida salom sizlarga. Mat salom ikkalangizga ham demoqda Islombek. Madina Rizayeva Facebookdan ko'proq ma'lumot oladi odam. Instagramga nisbatan deb sizga maslahat berdim. Asqarda Facebook yo'q degani uchun hazillashdim demoqda Matluba Shakirova. Akram Sharipov savolim shundan iborat. Nimaga hozirgi kinolarimiz bir xil bo'lmoqda? Kino boshlanadigan, uni hammasini ko'rmasdan turib oxirini aytib bersa bo'ladi. Yaxshi savol. Endi bu albatta bu mavzu bilasizmi ko'p ko'tarilgan, faqat Insta Live'da emas, ko'rsatuvlarda. Aynan shundan ko'rsatuvimiz bo'lgan O'zbekiston telekanalida rejissyorlarimiz aytishgan o'zlarining fikrini. To'g'ri shunaqa bo'ladi, o'xshab ketadi, lekin albatta g'oyalar ko'p. Balki qaysidir ham g'oyalarni televizor orqali ko'rsatish mumkin emas. Milliylikka to'g'ri kelmaydi shu. Birinchi sabab hamda afsuski mablag' ham Endi meni fikrim bu meni fikrim xalq faqatgina xalq qiynda mana shu ijodkorlarda nimaga kino hamisha bir xil, nimaga kino boshdan oxirigacha. Endi meni fikrim, o'zimning fikrim, Hindiston haqida ham shunaqa deyshadi Bollywoodda, Gollywood. Lekin bu qanaqa xohlash mumkin xalqdan? Bizda mana, например, qaynona kelin bilan qaynona urushi, yo'qchilik, qiyinchilik yoki boy bilan kambag'al urushi, mana shunaqa narsalar haqida kinolar bu yoqmaydi xalqqa. Endi nima dard olib chiqish mumkin? Hamma joyda hozir bizda kelib turib bomba portlatib, geroin sotib turib, bir-birini so'yib ketsa, yeydimi? Bizda ardimiz bunaqa xalqi yo'q. Bizda shu qaynona bilan kelin urush so'rashadi yoki ishlash bo'yicha shu maoshdan yoki nimadandir nolish, kimdirlardan nolish va arzimagan narsalarni olib chiqadi. Hindistonda nimaga hamma kinosi bir xil? Chunki u yerda o'sha mafiozniki ham, ko'chasi ham yoki aktyor ham ashula aytadi. Demak, hamma narsa jamiyatning o'zida ichidan kelib chiqadi. Shuni ham mana chaplab turmayotgan olib kelib turib bu qanaqadir vertolyotlar portlashlar, otishmalar, unaqa narsani biz xalq ko'rmagan. Mana hozir bironta mahallani taqdirlatib turib, bironta o'sha Sharofatxonni kelinlari bilan olib chiqib so'rasangiz tushunmaydi, lekin qaynona kelinni ko'rgan. O'sha dardni ko'rish kerak-ku odam. Odam ichidan to'qib turib improvizatsiya bilan qanaqadir fantastik transformer olmaydi. O'zbekda ish emas-da. O'zbek real temani olib chiqish kerak. Ana o'sha tema olib chiqyapti. O'shaning uchun men hamma rejissordan minnatdorman. Bor narsani olib chiqqani uchun. Yo'q narsani osmondan o'qib olib chiqmaydi. Ravshanjon so'ramoqda, Sevaraxon hayotingizga yaqin rol o'ynaganmisiz? Yo'q. Yo'q hali. Demak, Davronbek salom yo'llamoqda, Aqro Xaliqov Peterdan salom yo'lladi. O'shdan Islombek salom yo'llamoqda, Akram Sharipov. Asqar yana qancha shunaqa talantli komik rollarni o'ynaysiz? Qancha taklif bo'lsa. Ancha. Qachongacha demoqchi, menimcha. Asqar yana qachongacha shunaqa demak komik rollarni o'ynaysiz? Umrimizning oxirigacha. Rashid komik emas-ku, yo'q, ular boshqacha ma'noda aytayaptilar. Yana qancha o'ynamoqchisiz komediya rollarni? Yaxshi savol, zo'r savol. Menga jiddiyroq taklif bo'lsa, albatta uni ham o'ynab beraman. Mana Bahrom aka bu safar mana komik u darajada oldingi filmlarga nisbatan komik rolda emas, anchagina bosiq, bir ishchi tutgan, yaqin do'stiga ega bo'lgan bir kattagina kompaniyani ish boshqaruvchisi sifatida yoki yordamchisi, administratori sifatida podacha qilishga harakat qildilar. Bu safar jiddiy men
savol egasiga rahmat degan bo'lardim va tomosha qilishsin Majruh 2 va yoxud Mister Amerikani. O'shanda sal boshqacharoq, jiddiyroq obrazda chiqqan. Tushunarli. Bu yerga yana tezlashamiz. Aha, bo'ldi. Rashid Qirg'izistondan salom yo'llamoqda. Ikkilangizga ham endi 3 kishi. Ravshanjon Kariyev, Asqarbek, birinchi rolingiz qaysi kinoda bo'lgan? Tundan tonggacha bana. Tushunarli. Ruslan Mirzayev mashhur prodyuserlardan biri tomosha qilishni boshladi yoki davom ettirmoqda. Jasur aka qalaysiz, Dilshod rahmat. Demak, Sevara afsonalariga ish qilganmiz demoqda bek qarshi. Endi bo'ladi, hayotda har xil. Unaqa katta ish emas-ku, lekin bo'lgan. Olimjon yaxshi savol berdi. Asqarjon nimaga ko'proq bo'shashgan dovdir bolalarni rolini o'ynaysiz? Masalan, piyoz rolida. Bilmasam, balkim meni ko'rinishimga shunaqa ko'proq to'g'ri kelar. Tipajimga, lekin hayotda unaqa emasman. Mirfayoz umuman boshqa, menga umuman teskari obraz. Mirfayoz. Oshiq bola, tundan tonggacha Farhodjon oshiq bola. Agar shunaqa qilmasam, shunaqa qilganim uchun yoki shunaqa obraz tanlangani uchun rejissor bilan shuning uchun ham xalqqa ko'proq yetib borgan bo'lsa. Tushunarli. Hobbilaringiz nima? Sevara va Asqar. Hobbi. Oila biroz. Yo'q, endi albatta men til o'rganishga ham harakat qilganman, lekin to'g'ri afsus hozir ozgina esdan chiqib ketdi, lekin til o'rganish. Sizdan? Futbol o'ynab turamiz, sport bilan. Sevara Saliyeva Saodat filmida militsiya xodimi rolida chiqqanlar, lekin oldindan uzr so'rama, bir rol ularga emas ekan. Chunki Sevaraning qiyofasidan bilinadi, qahr qattiq emas, aksincha ko'ngli bo'sh. Ayol ekanliklari. Yo'q, rahmat. To'g'ri. Bu birinchi ishingizmi bunaqa fikr? Ha. Qolganlar maqsagan, zo'r o'ynab qo'ygansiz o'sha militsiya xodimini degan. Shunaqa. Tushunarli. Singlim Sevara, baxt va omad sizdan safar ketmasin dedi Abdurahmon Fazilov. Ravshanjon Kariyev, Asqarbek o'g'il muborak bo'lsin dedi. Sevara Saliyeva, Asqar Hikmatov, Jasur aka sizlarga salom va chiroyli suhbat uchun tashakkur demoqda Azizbek Abdurakim. Sevara, bilasizmi? Sizda aktyorlik mahorati yetarli darajada mukammal ekanligi ko'pincha seziladi. Lekin demak shu ham seziladiki, kinolarda bor imkoniyatlaringizdan foydalanmaysiz. Lekin to'g'ri bo'lgan shunaqa. Demak, keyingi filmlarda ochilasiga umidamiz. Mister Amerikada qay darajada ochila oldi? Juda ochildim. Chunki o'ta ochilmasa bo'lmasdi, rejissyor qattiq qo'y. Tushunarli. Sevara, nima deb o'ylaysiz? Yaqin kelajakda Alisher Usmonov Ulug'bek Qodirovga raqib bo'la olishi mumkinmi? Faqat o'zingiz fikringizni ayting. Endi balki yaqin kelajakda emasdir, ancha bordir hali. Chunki endi baribir Ulug'bek Qodirov ancha yil bo'ldi chiqqanlariga hamma qabul qila oldi shu Ulug'bek Qodirovni. Endi men o'ylaymanki, keladi shu vaqt. O'zlarini vaqt soatlari keladi deb o'ylayman. Yomon bo'lmaydilar, yaxshi bo'lib ketishlariga ishonaman. Ko'rinib turibdi ham. Qaysi jihatini kashf etdingiz Mister Amerikada? Bilasizmi, mana aktyor bo'lib, mana harakat qildilar, rollarni astoydil ijro etishga, dubl qilishga, keyin qanaqadir ham ko'rinib turibdi o'zlarida san'at bor ekan. Chunki ko'pima soundtrack ko'rdim, kinoni ko'rmadim. Ko'ramadi yangi chiqqan insonlarni, aktyorlarni. Ular ozgina ko'rinadi, o'yna olmaganligi yoki uyalganligi, lekin ularda ko'rinib turibdi, shu oxirgacha shu bor imkoniyatlarni ishlatishga harakat qilganlar. O'shanga men o'ylaymanki, yomon emas, o'zlarida bor, inson o'zida ham bo'lishi kerak, xohish, istak, ko'z yonib turishi kerak deb o'ylayman. Tushunarli. Salom Sevaraxon, juda ham chiroylisiz. Alloh panohida asrasin. Sizni dedi Gulya Ahmedova. Demak, Samarqand super yozmoqda. Assalomu alaykum Jasurbek, Sevaraxon, Asqarbek. Sizlarning ijodlaringizni juda hurmat qilaman. Omad sizlarga, Asqarbek, farzand muborak bo'lsin dedi. Ogo, men Rossiyadagi Alisher Usmonov keldimi deb o'ylabman demoqda Abdurahmon Fazilov. Tushunarli va hazil tariqasidan demak, smayliklar yubormoqda. Alisher Usmonov rosa ozibdi. Qanaqa qilib sir bo'lmasa demoqda Madina Rizayeva. Shu diyeta qildi, mana sport bilan shug'ullanadi. Qo'shqin kino, endi sport regularni qo'ldan kelgancha hamisha borib turamiz, bo'sh vaqt borligida. Endi ozishga kelganda qo'shqinda shu 105 kilo edim. Keyin shu Bahrom aka 1,5 oy vaqt berdilar. Shu bo'y o'chib yo'g'icha 1,5 oyda shu ham
Zeta qildim, trenirovka. Dieta orqali va 30 kilo. demak muntazam shug'ullanishingiz orqali Michigan shtatidan salom yo'llamoqdan boraman. Rahmat. Demak, Eleonora Umarova, Alisher Usmonovga savolim. Faqat to'g'risini aytsalar, Zarina Nizomiddinova bilan bo'lgan gap so'zlar to'g'rimi yoki bu kinoga kirib ketishingiz uchun PR bo'lganmidi? Yo'q, men PR degan narsani hali ham tushunmayman. Zarina Nizomiddinova bilan samimiy juda ham yaqin do'st bo'ldik. Nima deydi, bu PRni tushunganim ham yo'q. O'sha syomka paytida obedga kolbasa bilan non ichish. Keling bu mavzuga keyinroq ham qaytamiz. Keyinroq qaytamiz. Jasur Adilbekovich so'ramoqda. Jasur aka, Alisherning chap qo'lida tatuirovka ko'rinib qoldi. U haqiqiymikan yoki o'sha Mr. Amerika filmi uchun qo'yilganmikan? Agar haqiqiy bo'lsa, bu narsa demak musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi-ku. dedilar. To'g'ri, bu musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi, yoshlikda o'sha qilingan narsalar, lekin hammasi vaqtincha ketadi. Tushunarli. Hasan Kazimov so'ramoqda, nima uchun Mr. Amerika? Amerikada suratga olingan kadrlar ham bormi? Mr. Amerika degani bu ko'proq urg'u o'zimiz O'zbekistonga qaratilgan odamlar o'sha chetga borib 5 yil, 10 yil yoki bir 2-3 yil yashab kelib o'zini o'sha qanaqadir soxta boshqacha tutadi. Yoki Dubaylik o'zini sivilizatsionni kuchliroq tutib, u haqiqiy o'zbek chapani xalqimizdan nimadir qattiqdir ustunlik, qattiqdir o'zini aqllilik ko'rsatmoqchi bo'lganlarga tegishliligi uchun oldin majruh, keyin o'sha urg'u bilan Mr. Amerika deb yozilgan. Kinoni ko'rsa hamma narsani tushunib olishadi. Sir bo'lmasa premyera qachon? 7-may kuni. 7-may kuni. Alisher nomida Kinosaroyda. Assalomu alaykum barchangizga omad deb Sarvarbek Sultonov. Demak, elektrikka salom, zo'r aktyor va aktrisalar demoqda Mirzouz. Elektrik rolda ham. Shu. Rol tanlashda nimaga e'tibor berasiz Sevara? Yengil qizlarni rolni o'ynashga to'g'ri kelib qolsa o'ynarmidingiz? Bek qarshi so'ramoqda. Endi bunaqa rollar berishmaydi, to'g'risi. Lekin bilasiz, men aktrisa sifatida har xil rollarni ijro etgim keladi. Chunki menga ham qiziq. Lekin ko'pincha unaqa rollarni menga taklif qilishmaydi. Moskvadan sizga Bek Adilov salom yo'llamoqda. Alisher qayerdan siz deb Diyor Rashidov so'ramoqda. Qo'qon shahridan. Demak, Montiyor bitta kulib bering iltimos demoqda Mirzouz. Montiyorda kulganman-da, choy ichib olgandan keyin o'shani so'rashyapti. U tabiiy kulgimidi yo ovoz berish jarayonida kimdir kulib berdi? Yo'q, ovoz berishni ham o'zim. Haqqini bermaydi, biroq Hamma kinolarga o'zim ovoz beraman, u anaqa o'zim o'ynagan rollarimga. Qodirjon Alisherning fikriga fikr bildirdi. Alisher aka hindlarni demak live-lariga yetishga bizni o'zbek film yetishga ancha bor, tushunmadim. Sal xato boshlangan shekilli. Sizning fikringizcha amerikalik yoki britanlar o'zga sayyoraliklar haqida filmlar oladi. Nima? Sizningcha ular demak o'zga sayyoraliklarni ko'rganmi? Mening shaxsiy fikrim rejissyorlar xalq talabiga ijobiy yondashishi kerak. Demoqda, keyinlar bizda demak inobatga olamiz bu demak jarayon hammasi texnika bilan bog'liq bo'lgani uchun hozir ayrim texnik sabablar yuzaga kelmoqda. Shuning uchun men tezlashtirib o'qiyman. Qolgan suhbatimizni Insta Live'da davom ettiramiz. Tez javob bera olasizmi mana shu savolga? Mana ismlari nima edi? Ismlari Qodirjon. Qodirjon, chunki amerikaliklar yoshligida endi o'sha aqlni tanib televizorda o'tirganda hech qachon ularda soat 8 bo'ldi, borib yotib uxlab yuzingni yuvib o'yindan duoni ol degan narsa yo'q. Ular 12 ga xohlagan narsani ko'radi. Ular yaqin tez orada to'ka inoplanetallar haqida hali odamni ongi kelmagan bu kinosi yeb ketadi ular. Bizda unaqa emas. Bizda o'zbekchilik, urf-odat, aql farosat bor. Va yuksak madaniyat. Madaniyat bor. Birinchi o'rinda Amerika majruh Mr. Amerika xuddi shu film haqida maslahat beraman ko'rishingiz. Sarvarbek Sultonov, Sevara, uring jonim, uring rolingiz o'zingiz yoqadimi o'sha filmdagi? Ha. Lekin juda oti g'alati emasmi? Uring jonim, uring. Bu kimning filmi o'zi? U xo'jayinimniki. Taqid qildim, qabul qilasiz? Yo'q, mayli, bema chunki taqid qilishgan. Yo'q, uring jonim, uring. Buni siz topib berdingiz. Yo'q, uni yoki sizni shu gapingizdan kelib chiqqan turmush o'rtog'ingiz shu filmni nomlashda. Yo'q, buni xo'jayinim bilan yaqin do'stlari rosa o'ylashgan, nomini
Endi to'g'ri kassabob bo'lish uchun ham shu nomni qo'yishgan. Va kassabob bo'la oldimi? Bo'ldi lekin Xudoga shukr. Bo'ldi. Turmush o'rtog'ingiz gonorar to'ladimi sizga? Yo'q, kassadan dedilar. Kassa qachon endi? Yo'q, o'tib ketdi. Yig'im teriman bo'ldi, hosil ham bo'ldi. Taqilgan Xirmonda nima bor? Yo'q, bormi? Bor, yaxshi, yaxshi. Uchalangizga ham savol, san'atkorlar qo'shiqlarini eshitib boshqadan biradilar. Tushunmadim. Akromjon, shu qadar imloviy xato ko'p bilmadim uni qanaqa o'qish mumkin. Rahmat sizga. Zamonaviy kiyinish va sun'iy go'zallikka fikringiz. Qisqa lo'nda. Endi bilasizmi, bu hammasi odam o'zidan kelib chiqqan holda, kimdir xohlaydi, kimdir xohlamaydi, to'g'ri, lekin nima desam ekan? Kim qanaqa xohlasa shu ko'rinishda yuradi deb o'ylayman. Tushunarli. Siz qanaqa fikrdasiz? Ayollardagi sun'iy go'zallikka intilishga munosabatingiz? O'sha damashnik tuxumiga o'xshaganda, oldin o'sha damashnik tuxumini hech kim bilmasdi. Hozir men o'zim bir oyda bir marta ochirib turib damashnik tuxum olaman-da, inkubator tuxum korzinkaga sotadigan menga ta'sir qilmaydi. Shu 10 yildan keyin o'sha hech qattiq qilinmagan ayollar shunaqa qidirib yuramiz, dedim. Asqar, Alisher akamga qo'shilib. Bu haqida bilmadim, o'ziga bog'liq. O'g'illarimiz bor. O'ziga bog'liq odam, o'ziga bog'liq. Lekin albatta yaxshi emas. Ravshan Mamatov salom yo'llamoqda. Hammamizga demak Amerikaga borganmisiz? Bu haqda Akmal so'ramoqchi sizdan. Yo'q, Amerikaga bormaganman. Xudo xolasa Boramiz hammamiz. Ikkinchi qismi bor albatta. Ikkinchi qismi bor. Jasur aka bilan o'zi Instagramdan tashqari gaplashsa ham odam suhbatga to'g'ri. Chunki boshqa suhbatlaringizni ham ko'rdim, haqiqatan qiziqarli. Rahmat. Zo'r bo'lgan. Ana tanqidchi insonlarga ham ko'proq kitob o'qisa tanqid kamayadi. Chunki tushuncha oshadi. Men o'zingiz bilan ko'p gaplashaman, necha tilni o'qigan insonligingiz bilinadi. Odam gaplashsa qanaqadir o'ziga bir yo'q, bilasiz, qanaqadir ham mana ko'raman, men ham ko'p o'qigan insonlarni o'zimga shunaqa bo'lishim kerak. Ya'ni shunaqa narsa bo'ladi. Har safar shunaqa bo'lishim kerak deb hech bo'lmaydi. O'zi unaqa emaslar. Shu uchun o'ylaymanki, zo'r bo'ldi suhbat. Rahmat. Birorta monolog bilasizmi? Men endi bilasizmi, she'r ko'proq. Yaxshi. Chunki bitta bo'lsa isboti bilan. Endi unda ikkinchi qismida aytsam bo'ladimi? Chunki ikkita varianti bor. Bitta she'r juda qiziqarli. To'rt qator she'r aytib bering. Mayli. Qizg'anaman vaqtni men juda aytilgan besamar so'zimdan. Qizg'anaman vaqtni men juda aygayman hatto o'zimdan. Qizg'anaman vaqtni men juda quyoshga ham bag'rim tutmayman. Kunlarimni sanab behuda bedor bo'lib tongni otmayman. Yashang, vaqtingizni qizg'aning va uni to'g'ri ishlarga sarflang deb tilak bildirib qolamiz. Asqar, juda ham xursandman bunaqa suhbat bo'lganidan, soat necha bo'lishiga qaramasdan. Shunaqa do'stlar davrasida mana shunaqa insonlar bilan va mana shunaqa muxlislarimiz bilan uchrashib gaplashib turganimizdan juda ham xursandmiz va sizga kattakon rahmat mana shuni tashkil qilib berganingizga. Rahmat. Asqarjon, mana allaqachon bironta komedik monolog sizdan so'rashmoqda. Komedik monolog. Komedik monolog. Har holda teatrda 1,5 yildan beri ishlayapsiz. Bu siz uchun muammo bo'lmasa kerak. Yo'q, muammo emas. Tilim qursinni birida choy ichib qo'yib, otasiga rostini, qaynotasiga rostini gapiradigan joyini eslab ko'rishga harakat qilsam bo'ladimi? Tilim qursin biridan choy ichib qo'ygan joyi. Endi gap bundoq. Men qizingizni sevaman. U ham meni yaxshi ko'radi. Men ko'zingni nima qilasan? Har kuni uchrashamiz. Xudoning bergan kuni ko'rishamiz. Endi bu yoqqa bir to'y qilib berasiz-a? Hazillashdim. O'zi shunaqa tug'ma odatim bor. Bo'ldi. ketib qoldik. Lekin bu qadar xunuk kulgini ko'rmaganman. Yo'q, o'zi shunaqa ijrosi. Yo'q, tushundim. Qaynotani oldida xuddi shunaqa xunuk kulib, tag'in kuyovmi shu. Tushunarli. Alisher, Monolog masaji endi men to'g'risi
o'qimaganligim uchun bunaqa kasb emas. Ko'pchilik menga nimani aktyorlik o'qimagansan. Men kasb emasligi uchun ham Xudoga shukr qilaman, shu hobbi. Chunki men shu ichimdagi gapni gapirib qo'ya, hamma men shu o'qimaganlar tanqid qiladigan aktyor, aktrisa, rejissyor hammasiga kasb bo'lmaganiga Xudoga shukr, chunki kasb orqasidan odam pul topadi. Shu aktyor, aktrisalarimiz qaysidir yoqmagan rol yoki qaysidir chegarani pul uchun xatlab o'tadi yoki o'sha pul yetmaganligi uchun yoqmagan rolga ham jindak gonorar olsa tushib ketadi. Menda shunaqa narsa yo'q, bu meni kasbim emas, pul topmayman, Allohga shukr. Men yoqmasa 100%, 99% kinoga tushmayman, yoqsagina tushaman. Bu kasbdan ham buyukroq narsa. Bu o'sha asal emas, qiyom deydi, hobbi. Men uchun shunaqa. Hayotda eng seryoz narsalardan bittasi, kasbdan ham ko'ra. Och qolsam qolishim mumkin, lekin yuzim, hurmatim ekranga chiqishi uchun men hech qanaqa gonorar emas, nada bu pul to'lab o'sha kinoga qanaqadir yordamimni ko'rsatib turib, yaxshi yuzimni olib chiqishim kerak. Mana shu mening fikrim. Endi o'shaning uchun monolog yo'q, she'r bor. Vahdanavit qilgan she'r bor. O'sha yoshligimda juda ham qiziqib o'qigan kitobim bir 20 ta o'qiganman, Tohir Maliyli Shaytanat. Har bitta dialogini, monologini kitobda yoddan bilaman. Endi o'sha eng yoqqan joyini, xo'sh, o'sha Anvar Qosim tomga chiqib jinnixonani tomidan o'zini tashlab yuborishdan oldin aytgan she'ri bor. Boshginamga ag'anagan katta tog'lar alvido, men ketarman hasratlanib ruh sog'lar alvido. Bu dunyoning sho'r ishiga navnihollar tebraning, esliroq bog'boni yo'q, qoldi bog'lar alvido deb o'sha o'zini tasavvur va xud etgan joyi juda dahnayt qilgan. Haligacha ma'nosi juda yoqadi. Shu tushunarli. Va sizga tilagimiz hech qachon alvido demang. Demak, biz mottamizni yana bir marta eslatib o'tamiz. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz, qaysidir ma'noda buni uddaladik ham. Bugun mana shunday o'ziga xos 3 ta talant egasi bilan uchrashdik. Biz yana uchrashamiz. rahmat. Hozircha xayr. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz yurtdoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kaminaning streamlari va va'daga muvofiq suhbatdoshlarimiz siz bilan suhbatlashishga hozir o'zbek kinosida o'z o'rnini topayotgan yosh talantlar Sevara Saliyeva va Asqarjon Hikmatov. Nahotki. Shular assalomu alaykum demoqda 555 salom. Hammaga salom demoqda. Jumayev assalomu alaykum demoqda. Salom demoqda demak Serali или Sherali assalomu alaykum demoqda. Salom. Привет demoqda Ganiyev. Assalomu alaykum demoqda. Salom Sevara, yaxshimisiz? Assalomu alaykum deyishdim. Asqarbekka farzand muborak dedi Davron Bek. Nyu-Yorkdan salom yo'llamoqda. Muhsin sizga aloqador Sevaraga. Peterdan Akmal salom yo'llamoqda. Va alaykum assalom demoqda Rumdu. Salom Moskvadan demoqda demak Rodrigos. Assalomu alaykum. Yaxshilar, juda yaxshi iste'dodli aktyor va aktrisa demoqda Nanishka. Voy shirinlarim demoqda O'zbek Habibiy. Shirinlarim deb oxirgi marta qachon eshitgansizlar? Shirin. Men har kuni eshitaman. Sevara. Dushanbadan salom yo'llamoqda Sherzod. Sevara meni singlimni o'zginasi demoqda Erkin Official. Sevaraga salom yo'lladi Sulton. Asqarchek salom alaykum demoqda Dus Mamatov sizga. Nyu-Yorkdan Hasan salom yo'llamoqda. Moskvadan Oligarx. Futbol ko'rmaysizmi Jasur aka demoqda Muslim. Hozir shunda ish bo'lganda futbol ko'rmayapman. Moskvadan salom yo'llashdi. Assalomu alaykum demoqda Doniyor. Kiyevdan demak Salixani salom yo'llamoq. Turkmanistondan Rahimjonova. Salom Muzrabotdan demoqda Bahrom Mametov. Adham salom biz dunyoda. Shunaqa salom degan bu safar nima yasatib olsa bo'ladi? Taxtachami yoki nima? Fotolarni olib kelsalar bo'lar ekan. Kelin salom. Shunday salom biz dunyoning qaysi nuqtasida bo'lishimizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada ko'rishdik. Salom demoqda mana Adham ali yaxshi. Moskvadan salom yo'llamoqda Akmal. Sevara Omad Asqarbek farzandingizga sog'lik demoqda Ma'suma. Omad tilamoqda Zokir. Salom Sevara dedi Azimov. Moskvadan salom yo'llamoqda demak Dadaqulov или как там Andaqulov menimcha. Assalomu alaykum akajon, farzandingiz umri uzoq bo'lsin demoqda Asqar aka dedi Akbar. Sevara Asqar oilangizga omad baxt tilaymiz dedi. Endi o'zimiz savollarga o'tamiz. Sevara keling. Mr. America filmidagi rolingiz haqida gaplashamiz. Majruh 2 yoki Mr. America va bu juftlikni to'ldirish lozim deb o'ylayman. Biz bilan kutilmagan yana bir mehmon bor, Alisher Usmonov. Taklif qilamiz bir yo'la. Assalomu alaykum. Endi suhbat yanada qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Siz ozgina yaqinlashtirib bo'ladi. Har holda Sevara do'st, menimcha o'z yaqinligi Sevarani turmushida juda yaxshi tushunadi. Asqar va
Aha, juda endi to'g'ri holat bo'ldi. Alisher, yangi filmingiz bilan hali mayli premyerasiga bor, lekin tabriklayman birinchilardan bo'lib. Sababi ko'pchilikni aytishiga qaraganda hali mana filmingiz ommaga namoyish etilmasligidan hatto ayrim demak kinochilarimiz o'ziga ushbu filmni raqib sanamoqda. Ya'ni keyin nima bo'lar ekan endi bu film premyerasidan oldin yoki keyin o'z filmimizni premyera qilsak qanaqa bo'lar ekan? Bu filmning kassasi bizani sindirib qo'ymasmikan degan tushunchalar ham borda. Siz ham eshityapsizmi bu haqda? Ha, eshitib endi bu shunaqa narsa-ku. Sal balandroq gapirasan yoki charchagansiz menimcha? Ha, charchaganman. Konkurensiya shunaqa hamma sohada bo'lganda endi karvon ko'prik siqib bo'lay, xalq tomoshabin qaysinisini ma'qul topsa o'shanisida endi baholasi. Mr. Amerika nima bera oladi bugungi tomoshabinga? O'sha boya Facebookda aytganimdek, Mr. Amerika o'sha chetda bir 10 yil, 15 yil yashab kelib yoki bundan ham kamroq yashab kelib o'zimiz o'zbek xalqi, chapani xalqqa aqllilik qilib o'zinikini o'tkazmoqchi bo'lgan yoshlarni to'g'ri yo'lga chorlaydi. Va mana chorlay oladimi? Mana chorlaydi degan tushunchangiz bormi? Meni fikrimda juda ham yaxshi chorlaydi. Taxmin qilingchi, nechta inson hayotini o'zgartirishi mumkin Mr. Amerika? Mr. Amerika agar o'zida aybni ko'ra bilguvchi, aybini sezguvchi insonlar bo'lsa, o'ylaymanki bir 80-90% ta'sirlanishadi juda ham. Undan ko'proq. Siz nima deb o'ylaysiz, Sevara? Endi kinoni ko'rmaganman, lekin soundtrackini ko'rdim. Soundtrackdan kadrlar yoqdi. Endi xudo xolasa o'ylaymanki, endi bilmadim, balki xudo xolasa insonlarning fikrini, dunyo qarashini ancha o'zgartirsa kerak. Demak, faoliyatingiz davomida bir necha aktyorlar bilan juftlik tarzida rollar ijro etgansiz. Alisher ijrosiga qanaqa baho berasiz? Bir so'z bilan. Yaxshi. Yaxshi baho berasiz. Ammo uni kelajakdagi faoliyatiga qanday munosabat bildirasiz? Qolgani o'zlariga agar o'zlari yanada ishlasalar, yanada harakat qilsalar, ko'proq chiqursalar, o'ylaymanki zo'r bo'lib ketadilar. Tushunayli. Bu yerda o'rtadasiz Asqar, tushunaman. Bu yerda o'rtada. Kinoda nima qilasiz? O'rtada bo'ladi. U yoqda ham kinoda. Kinoda ham o'rtadaman. Sudya. Mana shu ikki yoshni o'rtasida xattashuvchi bu yo'q. Umuman filmni ko'rgandan keyin o'zi tomoshabinlar o'zi baho berishadi, o'ziga kerakli xulosalarni chiqarib olishadi. O'ylaymizki, film juda ham hammaga, ayniqsa o'zbek xalqiga manzur bo'ladigan film bo'ladi. Tomoshabin o'zbekligidan, mana shu O'zbekistonda tug'ilganidan g'ururlanib, faxrlanib chiqib ketadi. Xudo xolasa. Chunki u kinomizda sevgi, muhabbat bor deb o'ylashadi. Menga shunaqa savollar tushdi-da. Nima sizlar sevishasizlarmi? Siz Alisher ko'p xafa qilgan ekan. Men aytdim, yo'q, u yerda sevgi, muhabbat emas. Sevmasdan xafa qilgan. Ha, sevmasdan xafa qilganlar. Shunga endi unaqa sevgi, muhabbat mavzusi yo'q demoqchiman. Ko'proq vatanga nisbatan sevgi, muhabbat o'sha amerikalik bu o'zimni mana bir tarafdan o'sha dunyo qarash, o'sha hozirgi yoshlantirib turgan sivilizatsiya, o'sha hech kim zabt etmagan cho'qqilar, texnika, o'sha qanaqadir qoldirishlarga berilib ketgan yosh biznesmen bola bo'lsam, Sevara haqiqiy vatanparvar, o'sha vatanni hokipoyini hech qanaqa yuksaklikka alishmaydigan haqiqiy bir o'zbek qizi halol pok, o'zbek timsoli rolini o'ynagan. Men buni qo'rqmasdan ayta olaman. Ana o'sha ikkalasi o'rtasidagi jang haqida kino. Qani keyinchalik o'sha Amerikani o'sha hozirgi kunda yer yuzida eng kuchli texnologiya, anaqa pul, mana o'sha bir balo mafiyalari ustunroqmikan yo oddiy bir o'zbek qizimi? Chapani, qishloq qizi. Mana shuni xalq ko'rib o'zi tushunoladi kino nima haqida. Bu uncha oddiy sevgidan ustunroq vatan sevgisi tuyg'usi haqida kino. Alisher qay darajada vatanparvarsiz? Men turishimdan o'xshayman, lekin juda ham patriotman. Va buni nimalarda ko'rishimiz mumkin yoki ko'rasiz o'zingiz? Men Islom Karimovni birinchi prezidentimiz 83 ta asarlarini o'qiganman. Boshdan oyoq o'qib chiqqansiz. Chiqqan asarlarini o'sha paytda yoshligimda televizorda dadam rahmatli, buni onam, meni oila a'zolarim bilishadi.
o'sha intervyular bo'lgan payt o'sha otamning eng yaxshi ko'rgan futbollari, onamning seriallarini yig'latib bo'lsam, u payt kichkina televizor bo'lardi, bitta uyda bitta televizor. Shu televizorda faqat intervyu ko'rardim. Shu ogohlikka davlat, ayniqsa o'sha 16-fevral voqealarida 99-yilda. Men ularni yoddan bilaman desam, bu bola qilmayman deb savol bersa ham ma'lum xushomad qilishmas. Men juda ham patriotman. Mana hozirgi kunda ham shu Yangiurt bosh Shavkat Miromonovichda ham olib borib turgan ishlar, siyosat politikalarini men uchinchi jurnalistdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'rib o'qiyman. Bu endi o'zim uchun. Narsalar gapirish emas. Endi men patriotman, juda ham xalqimni yaxshi ko'raman. Nima bo'lish kerak, to'g'ri. Va bugungi yoshlarga vatanparvarlik borasida qanaqa maslahat bergan bo'lardingiz, Sevara? Endi haqiqatdan ham afsuski chet eldan bizga ko'p kerak emas ma'lumotlar keladi. Qizlarimizga, yigitlarimizga men o'ylaymanki, baribir ham o'zimizdan milliyligimiz qolishi kerak deb o'ylayman. Milliyligimiz qolishi kerak. Kattalarga bo'lgan hurmat. Umuman bilasizmi, shunaqa vaziyatlanishga ko'pchilik yurtdoshlarimiz chet elda yashashadi. Endi to'g'ri hammani o'zini hayoti, hamma o'zi xohlagandek taqdiri bilan o'zi xohlaganini qiladi, lekin hozir misol uchun o'zimni tasavvur qilaman, agar men ham chet elda yashasam, yurtdan ketsam, bilmayman. U yerlarda yasha olmasam kerak. Mana hamkasbingiz yashamoqda Gulchehra Eshonqulova. Ha, men uni Nyu-Yorkda. Ha. U endi to'g'ri o'zlarining hayotlari, o'zlarining dunyoqarashlari, shular ham lekin o'sha tezroq o'sha o'zini qanaqadir hayot yo'lidagi intilishlari, orzu-niyatlarini qilib baribir vatanda alishib ketmaganda shetki. Borib ishlab, nimadir karyera qilib, o'sib, ulg'ayib yana ham qaytib. Nima karyerani o'z vatanda qilish mumkin emasmi? Bir xilgilar uchun mana bunaqa narsa bor-ku, endi shu bir xilgilar uchun qiziq ko'rib aylanib qolmasdan kelish. Nima bilasizmi? Men o'ylaymanki, baribir ham ertaga hammamiz bu dunyodan ketishimiz bor. Endi astag'firullah, shu baribir ham bu yerda aza joylarimizdagi hamma qo'shnilar, tanish bilishlar keladi. Ko'p odam keladi. Endi u yerda shu narsani o'ylayman, kim kelar ekan? Bari o'zbeklarimiz keladi, o'zbeklarimiz urf-odatlarini biladi. Keyin shu narsa ko'pincha o'ylantiradi meni, agar chet elda yashasam, bir narsa bo'lib qolsa-chi. Shundan keyin shu umuman chet elda yashash fikrim qanaqa kuchli. Hatto bitta shu kichkina narsa, demak, ko'p fikrlaringizni o'zgartirishga sababchi bo'lishi mumkin. O'zgartirishi mumkin. Bugungi kundagi yoshlarimiz, tengqurlar, yoshlarimiz juda ko'p nima deydi, bir xilda xatolikka yo'l qo'yishyapti. Lekin bugungi kunda mana shu rahbarlarimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat, yaratib berilayotgan sharoitda o'zini ko'rsata olayotgan yoshlarimiz juda ko'p. Sportchilarimiz mana tilla medallarni olib kelishyapti. Qanaqa kasbdan bo'lishdan qat'iy nazar, mana senga sharoit qilingan O'zbekistonda. Xohlagan ishingni qil. Mana senga sharoit, mana senga kutubxona, mana senga shu ish bilan kasbingga bo'lgan ish bilan shug'ullanishingga sharoit. Endi yoshlarimizni o'zida qolgan gap. Siz bugungi yaratilayotgan imkoniyatlardan qay darajada foydalana olyapsiz? Hali to'laqonli foydalanganim yo'q. Sababi juda ko'p sharoitlar bo'lib ketdi-da. Shuning uchun zo'r bo'lib mana yana oldinda hali yana ancha qilinadigan ishlar bor. Zo'r bo'lish, kelajagimiz buyuk davlat deb bekorga etilmagan va shunga qarab mana sekin asta qadam qo'yyapmiz. Bizda baribir bilasizmi, bizning yurtimizda milliylik yangi din kuchli juda. Baribir ham dinni bilgan odam, e'tiqodli insonlarimiz ko'p, to'g'ri e'tiqodli imkoniyat juda ham ko'p. O'shanga u narsa baribir biz musulmonmiz, alhamdulillah musulmonmiz. O'shanga bu narsa juda birinchi o'rinda deb o'ylayman. Shunday Nyu-Yorkdan Lyubimchik salom yo'llamoqda, Polshadan Xushnud salom yo'llamoqda, yana salom. Latifjon assalomu alaykum, Asqar aka, Sevara opa, Alisher demoqda, demak, mana hozir futbol bo'yicha ham ma'lumotlar kelib turibdi. Real demak Atletiko 1-0 urra demashmoqda. Kimda nima dard deydi-yu? Kim intervyu bilan, kim intervyu olish bilan, kim futbol bilan. Молодцы. Yazilib bosinglar deydi-yu. O'zbekiston Baxtiyor Moskvadan salom yo'llamoqda. Salomlar. Savollarimiz chunki
Hammaga salom. Hammaga salom. O, Salom. juda ham xursandmiz. Ha. Asqarga savolim o'zini minus tomonini aytsa va undan keyin plyus tomonini rahmat javob uchun demoqda, ishlaringizga omad Oh, minus tomoni. Million jamoasiga taklif qilsa nima deysiz demoqda Safiya. Ha, million jamoasigami? Taklifmi? Mhm. Bilmasam o'ylab ko'rish kerak ekan. Lekin o'zimni hozir ketayotgan yo'lim yaxshiroq. Filmda tinchgina o'ynab yurganim menimcha hammasidan zo'r. O'zingizni ijobiy va salbiy tomonlaringizni aytsangiz. Salbiy tomonim dangasaman sal oxirgi paytlar. Oldingiga nisbatan oldingiga nisbatan dangasaroq bo'lib qoldim. Bu meni juda katta minuslarimdan bittasi. Plyusim o'sha dangasa bo'lib qolganim uchun sut qilib turganim va buni to'g'irlamoqchi bo'lganim. Aybimni tan olaman va buni tez orada to'g'irlab dangasa bo'lmaslikka harakat qilaman. Sababiki shuncha qilinyapti, ishlar shuncha temp, shuncha tezlik bilan hozir yetib olish kerak. Hammasidan ulgurib qolish kerak. Tezroq ham o'qishga, ham oilaga, ham kasbga, ham O'zbekistonga kerakli inson bo'lish kerak. Shunga barchasiga ulgurib qolish kerak. Qaysi paytda kulgi sizga begona bo'lishi mumkin? Kulgi qaysi paytda? Har qaysi paytda. Bilmasam. Kulgi Bu kim pul so'rasa? bu kim pul so'rasa? Yo, to'g'risi. Alisherda menimcha bunaqa vaziyatlar ko'p bo'lgan. Hamma o'zidan o'tganini aytadi. Sizdan ko'p pul so'rashadimi? Yo, emas. Endi o'zi shunaqa kitob o'qiganim uchun ko'p shunaqa joylarga kelib qoladi. Kimdandir zeriksang qarz so'ra deyishadi, yo'qlar yoki yoki nabarot. Tushunali. Madina sizlarga Saudiya Salom. Istanbuldan Asimxon salom yo'llamoqda. Alisher Usmonov, Alisher sizni kinoda juda ajoyib rol o'ynaysizlar. Kino sizlar bilan qiziqarli ko'rish, respekt demoqda O'zbek Habibi. Rahmat. Ana Umar Piyozga qaranglar demoqda Bobur. Qarab turavering. Surgutdan Zarif salom yo'llamoqda. Asqarboy номер 1 deydiganlar ham bor ekan. Albatta ko'p. Rahmat. Juda ham xursand. Demak, ikkinchiga hurmatim baland, sevar odobi bilan, Asqarbek esa talanti bilan. Demak, farzand muborak bo'lsin deb. Rahmat. Juda ham o'zimni zo'r ushlab turibman, yig'lab olmasam bo'ldi. Bunaqa xursandchilikdan. Sulton yaxshi savol berdi. Bir zoomga oddiy odamga aylansangiz, aktyor emas va siz aytayotgan imkoniyatdan qanday imkoniyatlardan foydalangan bo'lardingiz? Bu bizlarga maslahat sifatida. Agar aktrisa emas, boshqa kasb egasi. Men to'g'risini sportga juda qiziqqanman. Boksga ham qatnashganman yoshligimda. Bu ham sportivniroq qiz bo'lganman. Turadi. Bilinadi. Shuning uchun men sportni tanlagan bo'lardim. Asqar ham shu basketbolist. Imkoniyatlardan qanday foydalangan bo'lardingiz deyishdimi? Yo'q. Kim bo'ladi? Oddiy inson sifatida qaysi imkoniyatlardan foydalanish mumkin bugungi berilayotgan? Imkoniyatlar. Endi men bitta gap aytishim mumkin. Qaysi kasbdan qat'iy nazar o'sha kasbini ustasi bo'lsangiz, ustasi bo'lsangiz, harakatingiz bo'lsa, hech qachon yomon yashamagansiz va yomon yashamaysiz. Bemalol o'zingizni xohlagan o'rindagi darajangizda, o'zingiz o'ylagan, orzu qilgan darajangizga bemalol chiqa olasiz. Hamma imkoniyat bor. Hamma imkoniyat bor uning uchun. Xushnud Polshadan yozmoqda, Boyvachcha Kiyov kinosidagi rollariga gap yo'qda. Rahmat. O'sha kinoda birga uchrashganmisizlar? O'shanda birinchi marta birga suratga bu ikkinchisi juda ma'qul kelgani uchun ikkinchisi. Xalqi ko'pgina takliflarga inobatga olib, rejissor yana birga Mr. Jones Norvegiyadan sizni farzandli bo'lganingizni tabriklayman. Rahmat Mr. Jones. Demak, o'z Yusey qizaloq Sevara opani yaxshi ko'raman deb yozdi. Rahmat. Men nondan salom etayim demoqda Maftun ofishal O'shdan Otabek salom yo'llamoqda. Farzand muborak deyishdi yana. Rahmat. Xullas kalom faqat rahmatlar. Assalomu alaykum Nyu-Yorkdan demoqda. Rahmat. Vazi Azizovdan. Demak, Sevaraga sevgilisi Timurdan salom. Bo'ladi. S+T sevgi.
Yaxshi. Sevar aka sevgilisi Madinadan salom bo'lmabdi. Sizga. Faqat Olg'ali she'r yozyapti. Asqar aka. Rahmat. Haqiqiy talant, akam bo'shashmang, dangasakni yo'qoting. Albatta, rahmat. G'ashi bo'shashmang. Bo'shashmaymiz. Demak, Muhriddin so'ramoqda, ustoz deb kimni tan olasiz? Bahrom Yaqubov. Yana? Bo'ldi. Boshqa yo'q, hali O'zbek Xunalik. Endi intuitsiyani so'rab intuitsiyani hozir ishga solishinglarni maslahat beraman. Bir go'zal shahardan salom yo'llamoqda. Ra'noxon 8482. Keling aytib ko'ramiz. Men variant bermayman sizga. Variant bermasdan. Bu Yevropa tomonlari, mayli sizlarga yaxshi nima bo'lsin, yaqinlik. Menga Shvetsariya. Yo'q, shahar bo'yicha ketamiz. Ha, shahar bo'yicha. Shahar bo'yicha go'zal. Keyin Yevropaga chiqqanlar biladi. Qaysi shahar? Yana? O go'zal shahar Parij, Angliya. Angliya davlat. Anaqa London. Siz? Intuitsiyani ishga soling. Afina. Mayli, yana sizga qoyil qolish kerak, haqiqatan. Men maymoqchi bo'lganimni aytib qo'yib. Aytdim-ku, Parij. Parij. SMS ketmayapti, ha? Parij. Haqiqatan ham. Mana Chunki go'zal shahar. Aha, intuitsiyangiz yaxshi ishlar ekan. 2 marta ham to'g'ri javob topdingiz. 3-chisini ham sinab ko'ramiz, menimcha. Uyaltirib qo'ymaymiz. Turkmanistondan demak Marad Official salom yo'llamoqda, New Jerseydan o'g'li 82 salom yo'llamoqda, Moskvadan Mohira salom yo'lladi. Farzand bilan demoqda Mr. Jones tabriklamoqda, Novosibirskdan. Rahmat. Samir so'ramoqda, oqibat deganda nimani tushunasiz? Savol sizga. Menga? Oqibat deganda shu mehr oqibat, bir-biriga munosabat. Oqibatli do'stlaringiz bormi? Bor, Xudoga shukr. Nechta? Hozir barmoq bilan sanaychi. Oti shart emas. Shunchaki sanaychi. 3 ta ekan yashang. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Hayot sinovlarini kulib yengib ketasizmi? Ko'proq sizga qiyin paytda onangiz yaqinroqmi yo turmush o'rtog'ingizmi? Savolchi rahmat. Madina savol. Endi bilasizmi, onamga shu qizlik paytimda ko'p o'zi dardlarimni aytganman. Shuning uchun onamni asrashga harakat qilaman. Ayni paytda chunki turmush o'rtog'im bor. Shuning uchun turmush o'rtog'imga aytaman, lekin harakat qilamiz birga qanaqa chiqib ketishga. Tushunarli. Kelamiz. Solishtirib bo'lmaydi. Demak, Asrorov 95 so'ramoqda, Alisher akaning qo'lida tatu bormi? Uni nimani bildiradi? Uni nimani bildiradi? Qaysi birini tatu? Ko'p hammasi lekin vaqtinchalik ketadi hammasi. Va qanaqadir ma'no bormi? Hammasi o'sha o'zimga kerakli ma'nolar. Tushunarli. Asqar akaga salom demoqda Amanov. Denovga mehmonga kelinglar. Chekka voqada birorta aktyor aktrisa kelmaydi deb mana xafa bo'lyapti. Staff 99. Denov? Denovga. Albatta. Denovda bo'lganmisiz Surxondaryo tomonlarda? Surxondaryoga borganmiz, lekin bizda tadbir bo'yicha borganmiz. Bizani tadbirga qaysi tumanga yuborish shunga borgan. Denovga lekin borishga san'atkorlar. Men Surxondaryoga endi uchovinglar bir amallab premyera bahonami bir borib kelasizlar. Xudo xolasa. Demak, o'z Wrestling Uzbekistan Surxondaryodan mana yana boshqa bir muxlislar salom yo'llamoqda. Demak, Muhammad Isodan o'tib boryapsiz Asqar aka demoqda Bobur. Rahmat, lekin Muhammad Isoga o'tish juda qiyin. Menimcha kinoda ko'p chiqish borasida bular nazarda tutyapti. balki. Meni fikrim bo'yicha Muhammad Muhammad Sokani yo'nalishida chiqqan shu tasqarida boshqa yo'q. Endi o'sha yo'nalishda Sokan hammamizga ham havas ko'miru. Endi o'sha yo'nalishni xolisi yo'llarni bersin albatta. Baxtuz Yevropadan yozmoqda, qancha yo'l bo'lsa bu uyga qaytdim. Hali ham joyli efirdamizlar. Vatanimizni jonkuyarlari, ofarin. Juda ham go'zal tarif, balki mana shu tarif eshitishdan va nimani cho'zilgandir bu ham taqdirdan deb bilamiz. Rahmat. Men yana Boburjon Tokiodan demoqda, Asqar aka Sevara bilan oila qurishingiz mumkinmidi? Agar shunday bo'lganda, yana birga rol o'ynar berarmidingiz demoqda Bobur Rich. Endi mumkin edi. Endi baribir agar ulardan yetaman. Yo'q, bo'lishi mumkin edi. Lekin Sevar baribir taqdiri boshqa ekan, meni taqdirim boshqa. Lekin biron marta Sevarga bu haqida gapirilmagan hech qachon. Faqat kasb yo'nalishida
uchrashgan. Mohijon 3.07. Sevara Soliyev ijodingizga omad. Ashaddiy muxlisingizman. Salom. Sizga kinoda rol o'ynash osonmi teatrda demoqda? Ikkalasida ham. Qirg'izistondan salom Alisher aka, omad sizga demoqda Maftuna. Yekaterinburgdan hammaga salom yo'llamoqda. Alisher aka yoshligingizda ali soch bo'lganmi klichkangiz? Ya'ni endi klichka emas, o'sha Qo'qonda yoshligimizda o'sha yoshligimda sochim o'sha 98-yilda Leonardo DiCaprioga havas qilib, men o'sha qaysidir ko'mirlarga havas qilib sochimni o'stirganman. Endi Qo'qonda xalq yana ham chapani nima anaqa haqiqiy o'zbeklar nima desa bo'ladi, jaynoqa suymaganlik uchun ana qiziq tuyulgan. Soch degan shunaqa gap bor. Alisher soch deyishardi. Lekin men uni laqabi yo taxallus, insonda laqabi yo taxallus bo'lmaydi. Men ismi familiyam Alisher Usmonov bilan darqaroratdan shunaqa gap bo'lgan, sochim uzilgan. Tushunarli. Qachon jiddiy filmlarda ko'ramiz sizni, ammo komedik rollaringizga ham gap yo'q dedi Zarif. Xudo xolasa chaqirsa ko'rasizlar. Albatta men ham kutyapman sizlarga o'xshab. Rejissyorlarimizdan jiddiy iltimos kelishini. Jamol so'ramoqda, demakki, Mirpiyoz roli sizni uyaltirmaganmi? Yo'q. Mirpiyoz. Tushunarli. Alisherning oilasi bormi? Yo'q, uylanmagan. Muqaddam so'ramoqda. Farzand muborak dedi Mohijon. Asqar akaga savol, agar aktyor bo'lmagansiz kim bo'lardingiz? Yaxshi ota bo'lardim. Yaxshi oilani otasi bo'lardim. Sevara Soliyeva yagona aktrisa, hamma birda yaxshi ko'radigan, hech tanqid qilinmaydi. Tojikistondan salom. Rahmat. 85 Bahrom. Asqar aka talantli kinolari zo'r, farzandini umri uzoq bo'lsin dedi. Hayotdagi shiorlaringiz haqida so'rashmoqda. 101 Pranidizin. Shior. Menda hayotda juda ko'p shiorlar. Menda Lekin bittasini aytishim mumkin. Bir faylasuf aytgan ekan, agar senga o'zing xohlagandek munosabat ko'rsatishmayaptimi? Ayb o'zingda, demak sen hali u munosabatga tayyormas ekansan degan ekan. Shuning uchun agar birontasi kimdir kelib men bilan so'rashmasa yoki men bilan yomon munosabatda bo'lsa, ayb o'zimda. Men hali uni munosabatiga tayinli ish qilganim yo'q ekan. Xo'sh, Alisher. Bizdagi endi jaynoqa falsafa emas, o'sha oilamizni baxtli qilish uchun. Oilani baxtli qil, mana shu qo'limga ham hech gapirmasdim, ispanchada yozdirganman, vaqtinchalik oilani baxtli qil. Mana shu yorim shu, men uchun oilam baxtli bo'lsa bo'ladi. Sevara. men o'ylaymanki to'g'rilik uchun. Chunki umuman har bitta ishda to'g'ri bo'lish kerak deb o'ylayman. Shunaqa. Chiroyingiz abadiy bo'lsin demoqda Mirjalol. Rahmat menga. Sarvar bizlarning sevimli aktyorlarimiz demoqda. Rahmat. Alisher Usmonovga alangali salom demoqda Orifxon Jon Stom. Shu chiqargan kinolaringiz qanchalik tarbiyaviy ahamiyatga ega? deb so'ramoqda Dilnoza Yusupova. Majruh. Endi yo'q, hammasimi? Majruh. Majruhmi? Ha. Majruh, lekin yaxshi kino. Endi xudo xolasa men nimaga ko'rish kerak. Bitta men bular kelasi ko'rmagan, men endi ko'rdim kinoni bitta o'zim rejissyor bilan. Xudo xolasa o'sha hozir maqtasangiz yo qanaqadir fikr bersangiz, kimdir ensasi qotadi, kimdir o'zini kinosini maqtadi. Xudo xolasa kelishsin, 7-may kuni ko'rishsin. Haqiqiy o'sha bahoni mana shu mehribon xalq bersin bo'ladi. Sir bo'lmasa ushbu filmingiz raqobatga bardosh bera oladimi? Qaysi manada so'ramoqdaman, yaqinda o'tib ketdim. Demak, Alisher Navoiy nomidagi kino saroyi oldidan o'tdim va hayratga tushdim. Bollivudda hech kamimiz qolmayapti degan bir tushuncha shakllandi. Chunki shu qadar afishalar ko'p ediki, nomlarni o'qishga ulgura olmadim hatto. O'shalar orasida raqobatga dosh bera oladimi? Majruh 2. Endi men raqobat, agar raqobat har xil tushunchada, raqobat nima endi? Raqobat agar finans, pul tarafdan desa, men uchun u raqobat emas. Men uchun raqobat shu kinoni ko'rib, shu boshqa kinoda misol odam kirib turib, o'sha odamlar o'sha kulib kulgu uchun kirib maza qilib настроениесini ko'tarib, o'sha bergan pulga rozi bo'lib chiqib ketish boshqa narsa. Yoki o'sha 200 ta odam kelmadi-yu, boshqa kinoga 4 ta odam keldi, o'shadan 3tasi o'zini o'zi to'g'rilab
oilasiga borib xatolarni o'chirib yaxshiroq inson bo'lib o'sha vatanini yana ham qattiqroq yaxshi ko'rsa, menimcha o'sha narsa rezultat. Shuning uchun raqobat endi mening fikrimda hamma har xil tushunadi. Kimdir pul bilan, kimdir tuyg'u bilan. Meniki tuyg'u bilanda, shuning uchun o'lchalmayman pul bilan raqobatlash. Eng uzoq vaqt davomida qaysi filmingiz qancha muddat turib bera olgan raqobatda? Eng ko'p turgan o'sha 7 olam filmimiz turgan, Ozod Shamsoyga 7 oy turgan. Menimcha hozirgi kunda 7 oy uchinchigina turgan yo'q. O'sha hozir oxirida shu rejissyorlar bir rekord bizga kinoda bir anaqa deb yozishibdi. Bilmayman, tarixini ko'tarsa, mana mana shu yerda yozilgan eng ko'p oxirgi ancha-unchagina 7 oy turmagan. O'sha 7 olam turgan, 6 oydan oshganda endi turmasa. Sevara, siz bilasizmi, sizga qadar siz ijro etmoqchi bo'lgan rolni kastingda Sevara, siz bilasizmi, Majruh 2 filmiga sizgacha qaysi aktrisalar tasdiqlangandi? Men faqat Yulduz Rajabova eshitdim. Tushunarli. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda bir Zarinani ko'rishmoqchi bo'lishgan, bir Yulduz Rajabovani mana oxirgi nuqtada siz bo'ldingiz va bizda o'sha paytda ma'lumot bo'lgani uchun shunaqa bir maqola ham yozgan edik. Yulduz bir rolga tasdiqlandi yoki Zarina tasdiqlandi, lekin Nasiba Sevara'niki ekan, Sevara rolni ilib ketdi degan bir maqola berganmiz. Shu manada kelib chiqqan holatda. Nima deb o'ylaysiz? Mana hozir rolni ijro etib bo'ldingiz. Bu rol sizniki. Va ularni ham ko'ra olasizmi o'sha rolni? Men endi bilasizmi, Yulduzni ham, Zarinani ham Bahrom akani kinolarida o'ynagan ko'rganman. Bahrom aka aktrisalarni plastilin qilib yasaydilar. Bilamanki, agar ular shu aktrisani ko'rdim, faqat shu o'ynaydi desalar, albatta yoki Zarina yoki Yulduz o'ynashi mumkin edi. Men ozgina qo'shimcha qilay. Bahrom akam aytdilarki, bu filmda menga geroinaga farishta kerak. Menga farishtani aktrisalarning ichidan farishtani topinglar dedilar. Ana o'shanda hamma bir ovozdan Sevara Soliyev. O'zi ssenariy kelgan paytda, ssenarist storyga tashlanganda Bahrom akaning o'zining fikri ko'zim yonida faqatgina Sevara keldi deyishgan. Endi meni ham o'zimning fikrim bu rolga Yulduz Rajabova umuman tortmaydi, chunki u qizni ko'zining rangi boshqacharoqdi. Birinchidan, o'zbek qizini ko'zining rangini emasdi u qizda, endi to'g'ri, samimiy aytish kerak. Unda yuzi boshqacharoq, klipga tortadi ko'proq. Albatta, samimiy o'zbek qizini, chapani qizni qop-qora shu ko'zi o'zbekona yuz. Mana shu narsa kerak bo'lgan. O'zbekona yuz. Haqiqiy mana nazari to'q o'zbek qiz kerak edi, ochmas. Ana o'shaning uchun ham Sevara Soliyeva boshqasi emas. Va yasanma go'zallikdan uzoq bo'lgan qiyofa bor. Endi bu mana shu rolga men Sevaradan keyin misol qo'ysa-chi Yulduz Zarina tushardi. Chunki unda ham mana shu qora ko'z roli bor yoki Bahrom akam shu nima Romeo Julietta rollari bor. Siz uchun kim talantliroq, Zarinami, Yulduzmi? Endi o'zingiz shaxsiy fikringiz. Men do'stlarim Hammasidan asta. Men do'stlarim javob berish mumkin. Zarinani nazari to'g'ri. Nimaga kelganda aktyorskiga to'g'ri, endi Zarina o'qimagan, Yulduzda qattiqdir, uni terlab tushib jon kuyib ertadan kechgacha mana shu sohada teatrda ishlashi. Kasbda demoqchiman. Zarina uchun ham bu kasb emas-da. Zarina ham buning uchun oila boqmaydi. Bu uni tepasidan non topmaydi. Yulduzda yashash tarzi shuni orqasida. Shuning uchun kuchliroq bo'lishi mumkin. U ham pul topish kerak uning orqasidan. Ham nima deydi, o'sha kino ijod qoldirish kerak. Ikkita narsani qilish qiyinroqligi uchun undan talabchanlik ko'proq. Shuning uchun Yulduzda mahorati kuchliroq bo'lishi mumkin. Lekin Zarinada o'sha to'qlik bor shu. Shunaqa aktrisalarni eshitdim. Ular o'sha ko'p vaziyatlardan chiqib ketish uchun hayotda ham rol o'ynar ekanda, men kasalman, og'ir kasalman, o'ladigan kasalman degan bir vajlarni ko'rsatishini hisobiga, masalan, o'zi aybdor bo'ladigan vaziyatlardan ham shunday chiqib ketiladigan joylari bor ekan va u fakt sifatida menda bor. Uni bir intervyularda ochamiz kelajakdagi va mana shunday aktrisalarga qanaqa maslahat bergan bo'larsiz? Maslahat emas, qanaqa xulosa chiqarasiz? Va hayotda o'zingizni rolingizni o'ynay olyapsizmi?
kinodan bo'lak bo'lgan holatda o'zingiz rolingiz. Agar albatta men o'ylayman, u noto'g'ri narsa, chunki baribir ham odamlar jin emas-ku. Bir kuni biladi. Bir kuni biladi, baribir ham ochiladi qachondir ham. O'ylaymanki, u narsa umuman tasavvur qila olmayman. Noto'g'ri deb o'ylayman, qilish kerak emas deb o'ylayman. Keyin endi o'zimning kinolarimdagi rollarni hayotda men unaqa o'ynamaganman to'g'risi. To'g'risi aytsam, kinoyimni o'ynayman, esimdan chiqib ketadi. Chunki oila bo'lgandan keyin bolangizni o'ylaysiz, ko'proq oilaga beriladi. Chunki san'at institutida shunaqa kasb o'qitiladiki, aktyorlik, aktrisalik bu kasb. Bu esa hayot. Ularni hech qachon bir-biriga aralashtirib yuborish kerak emas. Sevara Soliyeva kirib kadr ortida yoki sahnaga chiqqanda aktrisaligini qilish kerak, rolini o'ynash kerak. Tashqariga chiqqanda syomka tugagandan keyin Sevara Soliyeva eri bor, onasi bor, bolasi bor, oilani bir bekasi sifatida hayotini davom ettirishi kerak. Sevara Soliyeva menimcha shunaqa bo'lish kerak. Tushunarli. Demak, may oyidamiz. May keldi mana, yana aylanib kelamiz inshaalloh nasib etsa. Inshaalloh. Shu ma'noda mana may o'zbek kinosi uchun ham bir premyeralarga boy oy deb o'ylaymiz. Meni bilishimcha mana shu birinchi dekada va ikkinchi dekada may oyini birinchi 10 kunligi, ikkinchi 10 kunligi juda ham premyeralarga boy deb eshitdim. Mana birinchi ushbu demak shov-shuvli premyeralar haftaligini yoki bo'lmasam 10 kunligini sizlar boshlab berasizlar. Majruh 2 yoxud Mr. Amerika filmi bilan. Undan keyin ishchimizga qaraganda demak baxt bu nima izidan Arslon izidan bu yoqda ham Alisher qiyofasini ko'ramiz. Men o'ylashimcha ancha yillar oldingi qiyofa esa. Yana bir film Qaysarginam 2 degan film. O'z oxirgi paytlarda demak o'sha 2-3 filmlar juda ko'payib ketdi. 1, 2, 3, 4, 5. Va qarangki, mana hozir Majruh 2, Qaysarginam 2, mana o'rtada ancha uzoq yillar litsenziya ola olmasdan mayli orzusiga yetishi azizam shu kinosini tirishib harakat qilib premyera qilishi izida yuribdi. Ichida lekin nomi yo'q xolos, lekin u kinoni ismi Arslon izidan 1, 2, 3, 4, 5 deb nomlavorsa bo'ladi. Chunki 2010-yildan beri juda ko'p ishlanadi ustida. Shanga bemalol Arslon izidan 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 va 7. Keyoshdan bor. Mana 3 ta film. Mana shu jarayonga tayyormisizlar? Baribir katta olishuv boshlanadi, premyeralar. Zalni to'ldirish. Hozir ishchimizga qaraganda tomoshabin ham qochgan ancha. Teatrdan, kinoteatrlardan. Bu yo'lga tayyormisizlar, Alisher? Meni fikrim, menga juda ham o'zim mana shu kino 4 ta, mana shu Bahrom akaning 3-kinosi undan tashqari olib shu 4 ta, 5 ta kinoga tushgan bo'lsam, mana shu kinoni xuddi debyut filmdek kutib yotibman, chunki premyeradan oldin. Demak, u sizni hayotda kashf etishiga ishonasiz. Ushbu film. Mana shu narsa men o'zimni ijroyimga xalq baho beraman. Men o'zimni ijroyimga baho bermadim. Kinoga baho beradigan bo'lsam, bu kino Bahrom akanning mana shuncha 20 ta kino, mana shu o'zbek kino industriyada durdonasida rejissyorlarni guli bo'lgan taqdirda ham uning uchun ham yangilik bo'ladi. Sevara shunaqa sevimli aktrisa Sevara Asqarlar uchun ham bu o'sha nimadan keyin premyeradan keyin ko'rib hammaning shu fikrda berasizlar. Men juda ham ko'p marotaba ko'p gapirib maqtanib, shu fikrlashamiz xudo xolisa 7-may. Inshaalloh. Tayyormiz ekan unda. Tayyor ekanmiz unda. Tayyormiz ekan. Sevara, siz nima fikrdasiz? Sevarada fikr keyinki ko'rmadi Sevara. Fikr yo'q. Lekin u jarayonda ishtirok etdi. Jarayonda qiyin-ku. Mana jarayondan fikr berish qiyin. Hozir shu savol ko'p bo'ldi-da, jarayondan, chunki siz jarayon payti faqat rejissyorda zadaniyasi bilan ijro etishda, misol aktrisaning aktyor, aktyorning aktrisa bir-biridan o'sha bitta dublda kelsa, ikkita undan ko'proq dublda nima ijro etmasligi uchun, hamma xayol o'sha yerda bo'lishligi uchun analiz qilish juda qiyin. Analiz mahsulotni ko'rgandan keyin. Birinchi o'sha Boyvachcha Kiyov filmi suratga olinganda birinchi marta Bahrom aka bilan ishladim. Endi Bahrom akani filmlarini yaxshi ko'ramiz, xursand bo'ldim.
Bahrom aka bilan birga shu filmda ishtirok etayotganimda, ishlayotganimda syomka tugagandan keyin men o'yladim, yo Bahrom akam nimani o'yladilar o'zi? Nimaga meni bunaqa o'ynatdilar? Nimaga bitta dublda bo'ladi. Kelinglar yana boshqaroq dubl bunaqa. Yo'q, men keragini oldim. Bo'ladi. To'g'risi men o'zimdan qoniqmadim. Boyvachcha Kiyov filmida. Keyin film tayyor bo'lgandan keyin tushunib yetdim, Bahrom aka o'sha rejissyori o'zini zadomkasi, o'zini o'ylab qo'ygan, o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni yetarli darajada syomka qilib olganini va buni butun seli film qilib chiqarganini va bu film menga juda ham yoqdi. Tomoshabinga ham juda ham yoqdi. Tushunarli. Demak, biz Mr. Amerika haqida hozircha xom fikrlarimiz bor. Pishiq fikrlar menimcha premyeradan keyin ma'lum bo'lib qoladi degan umiddamiz. Va mottomizni eslatib o'taman, siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Real manzilimiz Toshkent Palace mehmonxonasi edi. Suratga olish ijodiy guruhi esa Panorama View studiyasi. Biz yana uchrashamiz. Xayr.